Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Yeni bir katımlık uçuk söhbet programımızı görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görürmenlerimiz, hemen malum boğandak, yıllardan bir yan devam kilovatkan bu programımızda xilma-xil mavzularda, xilma-xil sahalardaki mütehassislerimizni, alimlerimizni, siyasi faaliyetçilerini teklif kılıp her xil mavzularda, temalarda söhbet ötküzüp kilovatımız bugün mü? Şunun cümlesinden tünügün ilanımızda belgendek elbette hemmemizden, bütün dünyadaki Müslümanların ve Müslüman bulmagan, hemme adamdan gün tertip turvatkan, dünyadan birinci gün tertip boğan bu 7. Oktyabir'de Palestin-İsrail'e toqunuşu qaytadan partıldı. Ve o günden başlap hazırgacha İsrail'e şiddetlik bir şekilde nurgun küçük balalarınki narsidlerinin mesela şu programa kirişten burunki en ahırki sallıq məlumatqa qarağa vaxtımızda Palestin'ninki Səhiyyə Ministerliği elan qılğan sanda hazırgacha 4100 İsrailyanın hücumlarında 4135 şehit kişinin şehit bolğanlığı 1524 boğaq kiçik bala ve 1000'den artıq ayal Qatarlıq mana şundaq iğir bir facia 13 mingdan artıq yaralanğan bolğanlığını elan qıptı. Belki programımız tügüç yana yüzlügen insan koşuluşu mümkün bir günah insanlar. Mana şundaq şiddetlik hücum devam qılıwatydy. Elbette biz İslam'a biz programımızda mı bir Müslümandan qandaq pozitsiya tutuş kerakligini iki son programımızda bu meselege hem dikkat tartqan bolduq. Akşam siyasi cihetden vaqaban bulayız programımız da hem toxtaldık. Bugün tefsili halatda texambek çokum taraf tutuş kerak mı Palestin meselesi de degan temada huzurunlarda oldurupduq. Bugünkü programımızda iki aziz mehmanımızı teklif qıldık. O bolsun yenimde stüdyomuzda Şarq Türkistan Ölüm Ala Birliği'nin muavin reisi hürmetli Mahmudcan Tanbulam kepede köp rahmet etimiz. Şundaqla Ölüm Ala Birliği'nin muavin reislerden yani biri Ustaz Abdusalam Alim Avustralya'dan qatnaşıp oturdu programımızga. Bu yerda kecha saat 1'den aşqan bolsun programımızga bu kıymetli vaqtdan chiqarib uyqusini qo'yib qatnaşıp berganligi uchun köp rahmet etimiz aldılar. Sizlarga rahmet Allah razı olsun. Allah razı olsun. Qadrli görürmenlerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq naq meydandan tarqıtılıp ekran aldı çıxıb turayotgan numarımız şundaqla ijtimoiy uçur vasitalaridagi aloqa vasitalarimiz arqılıq programımızga aloqador har qanday fikir taklif bo'lsa berishinglarni savollaringlar bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda programmamizni boshlab ketsak. Albatta bu meseleni Palestin-İsrail'e o'ttirsidagi bu to'qinishni tarixiy arq ko'rinishni boshlab so'zlasak qancha o'nlagan programma yetmaydigan darajada uzrab ketadi albatta. Bu shundaq bir aslida bu to'qinishninki mohiyatini tushunish uchun Yahudi bularninki Bani İsrail deb Qur'onda nurg'ulgan tilga ilingan qanchilgan payg'ambarlar kelib ve özünün peygamberini öldürgen bir xalqning bugün mesela insanlar hayran qaldığım küçük ballarını müşahede oturgan. Özüge evetligen peygamberlerini öldürgen xalqdan bununçilik vahşilikninki nayeti normal ekanligini bildi aslında tarixi bekirek qarasak. Bu katliam devam qılıwatydy. Şunun üçün biz o meselelerge tarihi jarayonga köp kirib boluşqa vaqtimiz ham yetmedi programımızga. Şun qısqa bir şekilde Palestin-İsrail'e toqunuşunki arıq görünüşü hakkında bir məlumat verməkən olsak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala har qanday vaqtda rastını sözləb, rastçılıq işlər bilan birgi bolğan nisib qilsin hammamizni. Xoş. Ve şundaqla bu dünyanınki bir ahiretining bağlığını her daim eslep yaşaydıgan. Dünyada her qanday hareket qilsak bununki ahirki kunda ahirette çokum bir hisabi bağlığını unutup qalmay yaşaydıgan. Xuddi dunyoga ishongandek ahiret kim o? Buningdan bek ishondigan haqiqiy müminlerden qilsin hammamizni. Bu qisqagina bayon qilsak hamda Yahudilar bilan bu Palestin xalqininki yoki bu yerda yashaydiganlarninki bu cidal, kurash tarixini Xoş. nurg'un sil yuqorida deb o'tgandek nayt uzun tarix bu. Xoş.
umumi xulasılsak Yahudiler asaslık İbrahim Aleyhisselam'ınki Irak zemininden Palestin zeminiga şu çağdaki padişahınki zulmü bilen Palestin zeminine kaçıp gelip şu yerde yaşap. Şu yerde balları tuğulup anne İbrahim Aleyhisselam'ın ballarından Yakup Aleyhisselam'ın zamanı kelge vakitte ularlikin bir devlet kurup yaşayan emez o zamanda. Yakup Aleyhisselam'ın zamanı kelgende bu rayonu bir açarçılık yüz birip Yakup Aleyhisselam evladı bilen Mısır'a yenip gelip Mısır'da yaşap en köp degende bolunan sani şu çağda kelge vakitte 70 tek adam tedip değildi diken hem tarih kitaplarda. Mısır'da ta şu Musa Aleyhisselam'ın zamanı kelgecilik Mısır'da yaşap Yahudiler şu zamanda biraz küpüyüp andın Firavun'un zulmü bilen Musa Aleyhisselam'ın zamanında bula Mısır'dan hemiz kaçıp çıkıp gidip şuna olan çoğu ise bula Palestin'e kirişke Musa Aleyhisselam buyursa Kur'an-ı Kerim'de bulanın bir vakaligini bayan kıldı. قالوا إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Yani Musa Aleyhisselam bilen mangan Yahudiler aşağıdaki halk bağıl diken biz üyagi çok kat'i kirmeymeyiz. Eğer kiriş olsa sen üzan ve fervedigarın belip uruş kılıp fetih kılıp ker dep bula kirginim unumağanımdı. Muş ayetinin üzdüm mu bu Yahudiler Palestin kiriştin burun üyadi bir edemnin bağlığının ispatımdı bu. İnne fiha kavmen cebbarin. Şuna. Güçlük acayip iradelik güçlük edemli var uyada. Biz şunu uya kirmeymeyiz dep aşındak degen. Degendikin Allah bunu cezalap 40 yılgıça cangalda meni jürep kayıp uyandım bu yanga ne görüşünü bilemey. Kin andın Yuşa Aleyhisselam'ın ki çıkışı ölen Musa Aleyhisselam ülep gitti boşu cangaldaki vakitte. Ahırda çoğu ise azgın edem bilen bu Calut'ne öldürüp bula çoğu Palestin'e kirgen. Şu kirgenden keyin bu kaçan vakalık deyse miladinin 1000 yıl ilgirki vakalıkımdı. Belki unudum mu çıkımdı. Keyin andın bulanın evladının Davut Aleyhisselam, andın Süleyman Aleyhisselam bula çoğu bir yerde devlet kurgan. Bu miladinin 1000 yıl ilgirki. Yani tarihte miladinin 1000 yıl ilgirden başlap ta 586 yılgıçılık takriben yani 200 yıldek Yahudilerin devleti oğanımdı. Miladinin ilgire 568 yıldan burun bu 86 yıldan burun bunun 200 yıldek devleti oğan. Yahudiler 2000 yıldan keyin biz şu çağda devlet kurgan dep şu tarihka tayınıp durup yani bu yani aldığımda tabi halda. Ondan keyin bulanın devleti Buxtun Ustur'un hücum kılışı bilen Irak'tan kelip veyran kılıp Yahudilerin nurgullarını öldürüp nurgullarını esirelip Irak'a elip gidip bu yerde ondan keyin tam şu 48. yıl kelgicilik az sandı Yahudiler puhra bulup yaşayan bosumu şu vaktin tatip çoğu ise o yerde Yahudi devleti bop bakmaganımda. Ta 586 miladinin ilgirki 586 yıldan keyin ta 1948 yılgıcılık. Tabi halde Musulmanlar keyin andın Buxtun Ustur'un bu Rumluklar besivelep bu yani nurgun hakimiyetler surap, Parislar surap, Rumluklar surap, Mısırlıklar surap ta andın 633 yılı 634 yıllara miladiye Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun zamanında bu ya Musulmanlığın kuluğu ötken. Şu zamanda Musulmanlığın kuluğu ötkenden başlap tabi onun adına 500 yıl keyin 1100 yıllar kelge vakitte Avrupa'nın selapla uruşedip Hristiyanlar hücum başlap uçakda bir besvelinde malum mezgil uçakdaki besveli Hristiyanlığın kuldu kağa vaktimi 100 yıl yetmeydimdi. Çünkü bu Hristiyanlığın karşıdım bir mukaddes şehrimdi bu. Doğru. Aşında bu kaçka 100 yıldaki olu ele vagan keyin yani Musulmanlar olanı qoğulap çıkagan. Ahir kolgu düşken vaktimi şu kaçan desem şu 1917 yılı bir Angliya bu Osmanlı İmperiyası 1. Dünya Urusunu mağlup bolgandan keyin Osmanlı İmperiyası bu rayonluğu igolap şunu olan Balfour degan şu çağdaki Angliya'nın Tashqi ishlar ministeri Yahudilik biz devlet kurpurmaz deb bir karar çıkarıp şu kararga asasen dünyanın her qaysi joylaridagi Yahudilikninki Palestin kelishini zo'rligini
Yahudiler ve Angliya, Avrupa şu devletler teşvik kılıp Yahudiler üyeye jığılıp ahir zaman ise 48. yılı İsrail devleti kurulup şunun keyin andın çoğu ise hazır kadarımda davamlaşıvatkan bir uruş hemdi bu, bir küreş. Yani üyede bir edem yok, yege berip bula uğurlaşkan mı deyse katli onda emesemdi. Yani bula özünün hususen Avrupa'nın, Angliya'nın ve keyinki vakitte Amerika'nın kollusu bilen aşağı gibi hicret kılıp dünyanın hem yerden kelip şuna Yahudi halkının ki bugün gün 80%'nin jıkının ki çet el nüfusu var. Hem Amerika'nın, Angliya'lık, Portugallık, Yunanlık, uyallık, buyallık yani hemisi bir yerde aslında Çeçilan her yerden kelgen adamlar. Şu Yahudilerin içinde hatta bazı cemaatli var bugün günde şehir qoğduğuçular da netçimin ergeç küçü var Yahudiler biz devlet kurup bunda yazsak bulmaydı. Devlet kurup bize yığılsak biz kırılıp gitip toğuk, tügep gitip toğuk. Devlet kuruş Allah'ın kanunu zıt bizge nispeten. Biz de şu hem yerde çeçilip bunda yazsak olup edip o Yahudi devletige, İsrail devletige karşı hareket kıldığan Yahudi cemaatlerin bağımdı bugün kadar. Doğru. Demek bu tarihi bir küreş ta kıyamet günü gücüyle devamlaşırgan bir küreş hemdi bu. Onunla tabi hazır kirmeyle o mezmuğa. Kıyamet günü gücüyle devamlaşırgan bu şunda arka görünüşü var bir küreş hemdi. Bügellan peyda olup kalgan ya Hamas'ın 7. sıla hücum kılışı ölen bazılarının zihniyetine 7. sıla Palestinlikler hücum kıldı tuyuksuz. Şunu olan İsrail'in açığını keltirip koyup mandak kıldı de şunu vagan adamını varken bizden işimizde şunda emesem. İsrail zaten o net çıkarttım onun aldığı İsrail hücum kılıklık o 2008, 2013, 14, 2018, 2021 netçimen Palestinlik ülep durukluk meyle Abbas'ın kolasırık yadı olsun, meyle mayanda olsun. Bu aşında tarihi mürekkep bunun nurgun dinnin tesirine ait güçlü koğan bir uruş küreş rayonu bu hem. Allah razı olsun. Kısa bir xulasını çıkarıp adam köp rahmet. Hakikaten hürmetli Ustaz Abdüsselam Qadim. Hem de sözlep özsek Ustaz'ın sözlegendeki yani uzun bir jaryanı sözleşti doğru keldi. Bularning bugünkü bu derecede bugün hazır bütün dünya axbaratları körüp atkan şekildeki dünyadan elbette onu kolluğucular buluş bilen birge yani nurgun itirazlar bunun bu ekşilikini narazılıklar küçep bulup atkan bolsun pisand kılmagan şekilde devam kılıp atıdı. Bunun tabiatini düşünüş için elbette Teyhanbek kang dairede düşünüş doğru keldi bu meseleni. Hem de biz Müslümanlar nazarida bir Müslüman buluş sübütümüz bilen dünyanın nerede yaşayan bulaydı. Hem tunji kıblemiz buluş noktasıdın. Şu Kuddus'un, Mescid-i Aqsa'nın İslam'daki ornu hakkında bir işkiye kısık yapanlığa bolsak sildin. Nime üçün bu arkalık bütün dünyadaki meyli qaysı devletli olsun yani her daim nurgun Müslümanların dünyanın hem yerde nurgun dadi olsun mu yani Aqsa meselesi, Mescid-i Aqsa meselesi, Kuddus meselesi yani en aldıda bütün davanın en aldıda en güçlü şekilde künter turuşideki sebep nima düşünüşümüzge paydası ol dep qarayım bu meseleni. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muşu işkin arqılıq barlıq dünyada yaşavatqan Şarkı Türkistan qarindaşlarıma salam. Allah subhanahu ve taala hamdu sana Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge durud ve salamlarını yılaş bilen birge bugünkü bu sorunğa urun bəgəldiğim üçün istiqlal gülüziyesiga rahmetini bildirmen. Bu Mescid-i Aqsa meselesi kelsek bu Kur'an-ı Kerim'ninki Allah subhanahu ve ta'ala'nın bir vasıta tilgı elişi bunun mukaddesliğini biz Kur'an-ı Kerim'den alımız. Her qandaq bir narseninki ulug' buluşu bizning İslam dinimizde bunu Rabbimizninki ko'rsatmasi tanlashi bilan bo'ladi. Allohninki o'zining hikmatlarining ichida ba'zi shaxslardan ustun qo'ygan, hurmatli qilgan, ularga izzat bergan, o'rin bergan ve shundaqla ba'zi rayonlarni Allah subhanahu wa taala boshqa rayonlarga uni seçtiğinde onun o'rnini yuqori qilgan. Gerçi hamma zamin Allohning zamini, bütün insan Allohning mahluqi. Hatta ki bazı vaqtlarni
zamanni mu Allah ma'lum vaqtda zamanni ma'lum zamanninki nimasidan ortiq qilganligini hammamiz bilamiz. Chunki biz shu Qur'onninki agash kuchlari mu'min musulmon bo'lib chiqdimiz bilan. Masalan, vaqtlarga kelsak Ramazon oyining qimmatini hammamiz bilamiz. Boshqa oylarga qaraganda 11-12 oyning ichida oylarning sultoni deb ataladi. O'rinlarga kelsak, masalan, Masjidil Haram, ya'ni Makka, Payg'ambar alayhisolamning tug'ilgan yeri, Ibrohim alayhisolamning Ka'bani bino qilgan yeri va bu bütün musulmonlarning qiblagohi bo'lganligi uchun zamin ichidagi eng muqaddas o'rin hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolamning Masjidi Madinadagi bu hammadan ikkinchi cho'ng muqaddas o'rin hisoblanadi. Masjidil Aqsa bu musulmonlarning tunji qiblagohi va shundaqla Payg'ambar alayhisolatu vasallamning osmonga chiqish uchun tayyorlangan shu o'rin. Bu mo'jiza xarakterlik bir hodisa Payg'ambarning hayotida. Buningga hamma mu'min iymon aytadi. Qur'oni Karimda bu alohida tilga olingan Isro surasininki 5-da Alloh subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa deydi. Yani Allah subhanahu va taolaning kattaligini bayon qilib turib, bütün shirklarning pokligini bayon qilib turib Allah aytadi. Shu zot o'zininki bandasi, ya'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni Masjidil Haramdan, ya'ni Makkadan shu Masjidil Aqsa, ya'ni Falastinning Baytul Maqdisga bir kecha safarida olib kelganligi va u yerdan Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolamni osmonga chiqqanligi haqida va shundaqla mushu rayonninki muqaddas ekanligini Alloh bayon qilib, hatto shu atrofining Alloh subhanahu va taoloning uni barakatlik, hurmatli qilganligini Alloh bayon qiladi. Ana bu Qur'oni Karim tilida aytganda bu shunday muqaddas o'rin. Ikkinchi nuqtadan bu musulmonlarninki nuqtasidan aytgan vaqtda albatta bu musulmonlar o'zininki asosli markazi qilgan qibla, tunji qiblasi bo'lganligi uchun buni alohida ahamiyat beramiz. Shuning uchun bu din musulmonlarninki e'tiqodi bilan bir zich moslashgan bir o'rin bo'lib, buningdan hech qanday bir musulmon, ya'ni haqiqiy Allohga va Allohninki payg'ambariga, Qur'oni Karimga va oxiratga iymon etgan har qanday bir musulmonninki bu ya'ni suyishi, bu ya'ni qo'g'dishi, qo'llashi, hurmat qilishi, buning uchun o'zininki qo'lida bor imkoniyat bilan buningki hurmatini qo'g'dash uchun kurash qilishi mu'minlar uchun, musulmonlar uchun u qayerdan bo'lishi qat'iy nazar. U shu yerdagi yerlik musulmonlar emas, butun dunyodagi musulmonlarningki bu diniy majburiyati, diniy majburiyati. Undan keyin yana bu insoniyat yuzini aytgan vaqtimizda hozirgi davrda masalan shu Yevropa ellarininki o'zi o'ttirib qo'ygan ammo o'zi amal qilmayotgan demokratiya sistemasi, yana bu yerda insonlarning barobarligi, haq, huquq masalasini aytgan vaqtida bu yerda har qanday bir insonmi bu o'rinninki zade kimning haqqi ekanligi dunyo hammasi biladigan haqiqat bo'lib, ammo uni kishilar o'zining manfaatini, o'zininki planini birinchi o'rinda qo'yib, bu haqiqatga ko'z yumib, bu yerda bir tajovuzchilik, zulm uningki yuz berishiga sabab bo'lmoqda planlangan holatda. Planlangan holatda bu narsalar yuz berayotgan bo'lsa, mana hozirgi vaqtda buningki ta'siri bütün xalq olamga bo'layotdi. Shunga bu o'rinninki muqaddasligida shak yo'q. Buni biz o'zimizning iymonning bir qismi deb tushunamiz. Buningki muqaddasligi har qanday bir musulmon uchun o'rtaq. Arablarningki to'g'ri bu zamin jihatda hozirgi dunyoniki miqyosida har davlatningki o'zga bir bo'lgan bir chegarasi, rayoni bo'lganligi uchun bu rayonda falastinliklar yashaydi degan bo'lsak, u falastinliklarningki qachondan bir yashayotganligi. Bu yerga arablar berib ko'chib qolgan emaski, aslidan boshlab shu yerda yashagan insonlar bo'lib, keyin islomga kirish bilan, islomga kirishdan keyin natijada islom qabul qilgan nurg'un davlatlar bor. Shularningki xalqi tadrijiy holda islomni suyish bilan birga Qur'onni suyish bilan birga arab tilini suyish orqali arab tilini so'zlashni o'rgangan, o'rgangan, garchi shuningdan keyin tadrijiy holda arab tili bularning normal tiliga aylanib, keyingi vaqtda bularga bir arablar degan nom berilgan. Masalan, Misrliklar arab emas, ammo arabcha so'zlaydi, Misr arablari deymiz. Nurg'un o'rta sharqda nurg'un davlatlar bor. Iroq deymiz masalan, u arab emas, Suriya, Sham, shu diyorga to'g'rining ichidagi masalan Falastin bo'lsa-mu, garchi asli arab bo'lmasa-mu, boshqa yerlik xalq, ammo arab tilini qabul qilgan uchun arab bo'lgan. Ammo buninglik bilan bu yerdagi falastinliklar bu siyosiy jihatdanmi boshqa yerdan ko'chib kelib qolgan arablar emas. Yerliklar arabcha o'rganib, arablik bilmasini qabul qilgan. Arab urf-odatini, dinini qabul qilish bilan arab tilini, urf-odatini qabul qilgan. Shu orqali butun musulmonlar bilan o'rtaq birlikda yashab kelgan bir millat. Ama hozirgi nuqtada bu narsa boshqalar tarafidan tarixi o'zgartirilgan. Kishilarga xato ma'lumot berilish orqali kishilarga bu yerda tangpungsizlik paydo qilinib kelmoqda, adolatsizlik paydo qilinmoqda. Bu chunki buniki siyosiy nimasiga qaraydigan bo'lsak, oxirgi ko'rinishga bayam Abdullah qisqacha o'tdi. Bu aslida shu Angliya boshliq Yevropa ellarininki bu rayonda bir davlatni qurib chiqish va shu orqali shu rayonni kontrol qilish. Bu orqali o'zininki
strategik o'rnini qo'g'dab qilish. U moddiy jihatdagi, iqtisodiy jihatdagi narsalar bo'lmasin yoki siyosiy jihatdagi ustunlikni qo'g'dash bo'lmasin, shuni maqsad qilgan asosda bu yerda bir Isroiliya degan bir davlatni qurib chiqish. Ammo buni biz siyosiy nuqtadan qaraydigan bo'lsak, hattoki Amerikaning siyosiy yo'llari, hozirgi prezidentininki o'z vaqtida bu yerda agar bir Isroiliya davlati qurilmagan bo'lsa, biz shundaq bir davlatni ijod qilatdik. Demak, shundaq bir narsaning bizning qo'limizda bo'lishi kerak, lozim degan so'zidan va shundaqla buni butun Yevropa yoki Amerika boshqa hammayaniki buni bu chuqum shularninki haqqi degandek garchi oshkora bir bir tajovuzchilik, bir zulm qilinayotgan kishilarninki uchurga ko'z yumish, ammo bu yerda bir tajovuzchi bo'lganlarninki gapini shu haqqi deyishdan iborat bo'lgan bu narsa hammasi shu planliq narsalar. Dunyoda bo'layotgan hozirgi adolatsizlik bir amaliy ko'rinishini biz yashayapmiz, ko'ryapmiz. Shunga bu yerda musulmon bo'lish sifatimiz bilan bizda bir maydon bo'lish kerak. Nima desa, bizda to'g'ri hech qanday bizning qaysi taraf bo'lmayli, bizningki gapimizniki uncha hech yo'q. Chunki bizning bir o'zimiz yo'q. O'zimiz ega bo'lmagan millatniki boshqa bir cho'ng bir haq bilan botil o'rtasidagi bir maydonda sizning mavqeing degan bu nuqta bak muhim nuqta. Biz bu yerda bir eslatma, İbrahim Aleyhisselam'ınki tarixi hammamizga ma'lum, hamma musulmonlar biladi. O'tga tashlangan, jazolash uchun. O'tga tashlangan vaqtida vaqa bayon qilinadi, ba'zi hadismi deyiladi, ammo kuchli hadis bo'lmasa-mu, ammo buningda ma'lum boshqa payg'ambarlarning ba'zi yo'l-yo'riqlariga ko'ra buningki bir rost ekanligi isbotlanadi hadislarda. İbrahim Aleyhisselam o'tga tashlangan vaqtida buningda paqa kelib buni puyligan, o'tni uchrash uchun. Kaslanchuk bu ya'niki buni nima qilgan, o'tninki taraqqiy qilish uchun buni nima qilgan deydi. Çünkü bu yerda shuningdan payg'ambar alayhisalom paqani o'ttamanglar, kaslanchikni o'ttiringlar degan masaladagi hadislar bor, bu to'g'ri. Endi mushuningda bu yerda u paqaning kelib uni puyulishidan o't o'chib qolmaydi. Yoki uning taxmi nima qilish uchun o'tin yoki bir tamashni akilib tashlash uchun o't taxmi kuyib uning bir cho'ng bir ta'sir ko'rsatmaydi kuchayishiga. Lekin bu yerda maydon, ash bir hayvonmi o'zining maydonida haq tarafda turishmi yoki botil tarafda turishmi degan shu maydon bilan Aşının neticesinde qaysının qo'g'dilishi ta qiyomatgacha va qaysininki o'ltirilishi buyurilgan bizning dinimizda. Shunga bu yerda u bir zaminninki muqaddasligi emas, o'zimizninki muqaddasligini, o'zimizning o'rnini, qimmatini tushunishimiz kerak. Mu'min bir inson nima bilan qadrlanadi desa, haq maydonda turishi bilan qadrlanadi. U qaysi kim bo'lishi qat'iy nazar. U musulmon bo'lmasa-mu, haqni bilib turib, haqni bilsa, shu haq tarafda turgan bo'lsa, u bir haqiqiy yaxshi bir inson deyiladi. Mana shu vaqtning o'zida nurg'un insonlar Yevropada, Amerika boshqa hamma yerda nurg'un inson, hattoki parlament a'zolaridan tortib bu masalaning qanchalik echinarlik bir zulm bo'layotganligini, bu yerda bir tajovuz bo'lganligini hammasi nurg'un odamlar da'vatlar so'zlayotdi. Hattoki ba'zilar biz men o'zimni Amerikalik demayman bugundan boshlab deb chiqargan nimalarni bor hozir ba'zilar. Men o'zim Falastinlik deyman. Chunki bunda qilsam bu mening bu xalq qilayotgan zulmni biz Amerikaninki masalan asli o'ttirib qo'ygan demokratiya prinsipi, insonlarni barabar ko'rish, hammalarning huquqini qo'g'dashdan iborat bo'lgan bu o'zining chiqargan siyosati, o'zining chiqargan shu demokratiya usulidagi yo'llarga o'zi amal qilmayotdi, shuning o'zi xiyonat qilyotdi degan narsani ko'ryapmiz. Admishchilik to'xtalsak, menimcha bu yerda bir zaminning muqaddasligi ayrim, ammo eng muhim bo'lgani bizning o'zimizningki nimamizniki vijdonimiz, iymonimiz bo'lishi bak muhim. Shunga bir İbrahim Aliptekin degan kishininki bir asarlarining ichida bir nayt bir güzel so'zni o'qimoqdi. Qo'lingda Qur'oning bo'lmasa-mu, qalbingda Qur'oning bo'lsin degan. Ya'ni bu yerda bir haqiqat sening qalbingga so'qish kerak. Endi qalbingdagi Qur'on nimadan iborat desa, e'tiqod, iymon, vijdon. Shunga bir insonniki haqiqiy mardligi, yoki haqiqiy o'rni nimadan oshkor bo'lsa, uning iymonidan, e'tiqodidan, vijdonidan bo'ladi. Bu narsa yo'qolgan vaqtida u inson o'zining qimmatini yo'qotadi. O'zining o'rnini yo'qotadi. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Hamda tamamlam albatta uzun yillik bir dard ham islom dunyosidagi islom dunyosining yorisi debmi ataymiz hamda. Ham davomli holatda biz yillardan buyon albatta bu 48-yildan buyon eng oxirgi bu fojiani desak 48-yildan buyon bu pat degidek mana bu shunday bugun hozir hamda 13-kundan oshdi. Bu davom qilgan masala abay degandek yillardan buyon davom qilgan masala, yangi bir masala emas. Ammo bu qatim qilsa eng vahshiy shaklda davom qilyapti. Hamda
hem 48 yıl bu boğan olsa 49 yıl biz Xitay tarafından işgal kılındık. Bizning meselemiz mi? Yıllardan buyon har xil şekilde ilgirki bu davanın liderleri qo'ldan kelgancha barliq tirishchilikni ko'rsatib anglatdi, tushuntirdi va hali ham mislan qilyapmiz buni qilyapsizlar degandek. Ama mesele bütün dünyada mesela bu şu Palestin meselesinin Şarkı Türkistan meselesinden bekrek aldığı çıkışıdaki köprek tilga yönleşideki emme cihetten sebep yukarıda söyleyip ötken her ikiyonlar azraqtın tilga ağan hem Ustad Abdüslam tilga ağan şu mesele mu hem de bu fakat şu dini cihetten ana şundak Müslümanların birinci kıblısı boğallıqı sebep mi ya ki başka yana ta'sir ko'rsatayotgan sebepler var bunun kendi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aslında hatta haramninki parça olib ketişidan bir Müslümanның qanning iqishi Allohning nazarida texinbek cho'ng bir qo'rqinchli bir ish degan bir hadis var. Bir Müslümanның izzat hurmati sharafi. Hem bütün Müslümanlar aslında xuddi qish binoning qishlari o'xshash. Hammasi farq yo'q shaklda hammasi bütün datga tang ovoz chiqarish kerak. Ama Şarkı Türkistan meselesiga ovoz tuvan, Palestin meselesiga har jihatdan ovoz yuqori bo'lishligi mesela buningki asosli nuqtalari nima sizcha? Bunun qartamda bir nechaga bo'lsak mesela. Birinci sebep Palestin meselesiningki nayati yuqori o'rinda bo'lib kelishi. Bu yuqoridimi deb o'tdik, qarajimi deb o'tdi. Yani bu zamanның muqaddas bo'lganligi. Umum Müslümanların qalbida bu zaman muqaddas zaman degan bir tunishning borligi. Xo'sh. Umum Müslümanlarınki qalbida Peygamberimiz başka hadislerdim degilik siz safar qilib, resmi tayyorlik qilib, safar qilib berishga tegishlik masjid 3 degilik hamda. Masjidil Haram, mening masjidim, azın Masjidil Aqsa degilik. Onundan başka mı o mescitte namaz okusanız mesela bazı hadislarda 500 başka mescitte Mescid-i Haram bilen Mescid-i Nebevi'ni çıkarıversek 3. oranda turduğun mescidimdi bu. Başka mescitte okuyan namazının 500 esi uşuk sevap bulundu, 1000 esi uşuk sevap bulundu de muşunda hadislamı var. Hoş. Ve şunu olan kuşap zadı bu yerde ta kıyamet günü güçlük muşunda iman İslam'da müstehkem turduğun başkalar her kanç zulüm kısmı, eskilik kısmı bular yüzden imanın vazgeçmeyi küreş kıp turduğun edemli vaya deb la tezalu taifetun min ümmeti zahirina alel hak la yadurruhum men khazalahum. Ulanı başkalar karvan mısımı, kollu mısımı, yardım kılmısımı ular ziyet güzelmeydiğen bunda edemli va deb tasvirlegen. Nerede ular ya Resulullah dese hum fi beytil maqdis ve akna fi beytil maqdis degen. Ular beytil muqaddasda de. Bu birinci tarafımdı işinki. Yani bu zamanның aşında muqaddas bo'lganligi tarixdan buyan bu zamanni deb Hristiyanlar bilan Müslümanlar o'tirishicha desa keng ko'lamlik necha qatim urushlarninki bo'lib turishi. Hem ularga nisbatan mi hozir hem Hristiyanlarga hem Yahudilarga nisbatan mi muqaddas deb qaraydilar. Yahudilar shu Hristiyanlar shu bo'lgan mesela. Bugünkinde lekin Amerika ama xususan Katolik mezhebidagi Hristiyanlar bularning e'tiqodini musha Yahudiyaning qo'lda tursa, andin qiyomat yaqinlashgan vaqtda Yahudiyaning qo'lda tursa, bu İsa alayhissalom shu chaqda andin tushdi deb manda e'tiqod qildi ekan. Yahudiyni qo'llash Xo'sh. Bizningki imonimiz deb tunaydigan bo'lib ketdimda. Burun odat Hristiyanlar Yahudiyni Yevropaning ham yerida qirib, musulmonlarning shaharlariga kirib yashagan. Bu hamda Yahud Hristiyanlığın itiqadını acayip özgertip ettim. Ma Yahudilik qarta. Bu en birinci muhim sebebimdi. Bu zamanның muqaddas bo'lişi. Bu zamanninki tarixdan buyan umumi İslam dünyası bilan merkezi İslam dünyasının merkezi olgan rayullar bilan Hristiyanlar o'tirishdi. Kurashdimi bu o'rinning merkez bo'lib kelganligi. Hatta coğrafilik o'rindimi bu İslam dünyasının yurigiga to'g'ri keldi ekanini bu. Nima uchun? Falastin. Muşunda boğaçka tarixten bu yan bunda ehmiyet ba kiliglik hem bu birinci sebebi. İkinci bir sebebi bu zamanninki merkezde oturdu boğallığı
mesela bizning zaminninki islom dunyosining bir chetiri bo'lganligi. Merkezden tarixdan bu yan biz şu jiroq bo'lib kelgan ekanmiz. Ya'ni musulmonlarga Mekke desek mesela Mekke Medine Marayun İslam'ның merkezi İslam çıkan kengaygan rayon desek bizning vatanlıço desa en iliqi yiroq tarafga to'g'ri keldi. Nurg'un ish bo'lib ketsa bugungi kun qadar bugun mashina bo'latimiz, burungi vaqtda texi mashina temdi o aloqalashish, ko'rishish ishlarim qiyin bo'lg'achqa masalan bizning vatanninki bir chetda bo'lishi jug'rafiyalik o'rindimi bunun mu tarixdan bu yana çokum ta'siri bulaqliqimdi. Ondan üçüncü en muhim bir tarafı nima desa bu masalaning mushunda jalliq saqlanishda şu Bani İsrail Qur'oni Karimda degan inna fiha qawman jabbarin deb sifatlagan şu Falastinliklarni şu zamandagi. Yani bu yerda qat'iy düşmanga bo'ysunmaydigan özünün hakkından vazgeçmeydiğen, cenni bir işten korkmaydiğen, balısı ölse darısı memmi ülemgi teyyar deydiğen, mesela, bu şunda bir halkninki buluşu. Her daim bir yerde küreş, uruş, kan tüküleşinin bulap duruşu. Tarihten bu yan. Bu 48. yıldan kiyinki ahvalını köz tutsakın bulması acayip kritiklik. 48'de mi acayip kırıklık, onun 56, 57'de, 67'de yani nurgun kırgınçılık bulaqlık aş xalqqa nisbeten. Lekin çoğu ise bu xalqda ülep tuğsa mayandan bizler mesela bizning vatanimizda şık adamılda şu tuxumni taşqı oğun olmaydı, yanak olan baş olan yanakını çaqqın olmaydı deydiğen medeniyet bizning xalqning ko'p qismini bu egallaganligimdi. Aş düşman qarshi turib ulash, düşmanga qarshi turib hamminasini atyalaydigan odamlar oz chiqig'liqimdi. Bizdincho. Hatta ba'zi vaqtda dadisi bolasini tutib olgan, akisi bolasini tutib olgan ishlar bor bizning vatanda. Ajoyib etinchliqimdi. Xitoy qarshi ish qilgan bo'lsa, masalan, urug' tuqqanlari Xitoy tutib olgan ishlar vatanning ham yerda bulaqliqayda ishlar. Nima desa, bular biz xapliq deb turdi. Keyin hozir kichikroq jinoyat o'tkazgan vaqtda yetib chiqsin. Azroq yetib chiqsa, odam bo'lsa, shuni bilan bu hayot qoladi deb ashunda masalan tutib turadigan ajoyib shuni qiliqliqamiz. Bizning vatandagi xalqimizning ko'p qismi. Tabii kurash qilgan qanvaga odamni chiqig'liq. Lekin umumga selishtuga vaqt shu desa, umumiy medeniyet xalqninki nimasiga selishtuga vaqtda umumiy bir xil. Hozir chet eldan ko'rib turyapmiz go. Masalan, chet eldan ko'rib turyapmiz shu ahvolni. Masalan, Turkiyada 50 ming, 30 ming odam bor deymiz. Xitoy qarshi faoliyati o'z qanchalik odam bor. Amerikada az degan 15 ming odam bor deymiz. Xitoy qarshi bir faoliyati olsa, ming odam yig'ilmaydi ashadimi? Nayt az. Mushuningdanmi bizning xalqninki tadqiqotchilar resmi davası kirib, resmi Xitoy qarshi turib, mening haqqim azimni qo'g'dash mening burchim, mas'uliyatim, men ani qo'g'lishim kerak deydigan ruh bizning jiq odamda yo'q hamda. Falastin xalqida shu desa, masalan bugun necha ming odam o'ldi. Aşağıdan chiqib ketsa da'vat hozir. Chiqib ketsa o'lsak o'limiz, bu yerdan chiqmaymiz. O'lsak musulmonda o'limiz, bu yerdan chiqmaymiz. Masalan bir balası o'lib ketgan bo'lsa, onasi qo'pab, men bu balamni shahid bo'lash uchun tayyor qilgan tem. Shahid bo'ldi, qolgan balalarimni tayyor shahid bo'lashqa. Masalan. Her o adamıldaki irade mesela. Ölümden korkmaslık. Her kandak vakitte darısı ölüp geçse o balısı çıkış onu dese. Dadam ölüp gitipken magöl ölen karşı durup. Ben yandım kısam ben ölüp gitmem demezden. Derhal çoğu dese dadamın kısasını alayım ben. Digen ruh ölen bu Palestin'de her daim kandan tükülüp duruşu bu meseleni İslam dünyasında canlıq saqlaşqa en muhim sebep bo'lgan 3-cü amil. Xoş. Biz hozirlik nurg'un odamning norozi. Nima uchun bizning vatandan mushunda qirg'inchilik qilayotsa,
Bizning vatanni haq qo'llamaydi, musulmonlik qo'llamaydi, boshqa insonlarni qo'llab ketmaydi. Bular musulmonlik qo'llamaydi. Buni nima ish qilib qo'llab ketadi? Deb ashuna xafa bizning odamlarda. Hammamiz tabiiy holda xafa yuqorida deyilgandek. Lekin biz ishki masalani selishtirgan vaqtda bizning vatandagi qirg'inchilikni falastinliklardek isbotlay oldikmi? Albatta isbotlayolmadik. Guvochilarning gapi bilan masalan, kim bizning vatanda bir bombardiman qilgan ish bormi? Qurolli kurash bo'lib, urush bo'lgan ish bormi? Hech nima yo'q endi. Unda bir ish yo'q. Xitoy bizni jim holatda yo'qotyapti. Buningdan rezillik bilan yo'qotyapti. Albatta. Rezillik bilan yo'qotyapti, lekin bunicho desa, biz insoniyatga ozg'in odamlarning guvohlik berishi bilan ba'zi narsalar isbotlandimda. Lagerda bo'layotgan nurg'un jinoyatlar, nurg'un rezilliklar ozg'in odamningki aşağıdan qo'yib berilgan odamning guvohlik berishi bilan ya chet eldagi urug' tuqqan shu sho'lni tunuydigan odamning guvohligi nima bilan anchamiz isbotlandi. Lekin u yerda Xitoy urib ya bir odamning kallasini olayotgan bir rasm yo'q masalan. Ya bir buni qanigan narsani ko'rmaymiz. Chet eldan odam bosida xalqning usul o'ynab chavash chalayotganini ko'rib keldi bizning vatanga bo'lsa. Masalan, xo'shlikdan naqsh o'qiyotganligini ko'rib keldi. Baga odam Shuni o'rlashtirdi Xitoy. Shuni o'rlashtirdi shu Xitoy. Mavadi cho desa, butun dunyo bu yerda nima ish bo'layotganligi, qanday vaqtda bir qon to'kelsa, qonni yaga to'piga qon singmaydi deydigan gap bor. Shuning uchun andın hamma ishni shu xalq o'z ko'zi bilan ko'rib turgandek ko'rib turdimdi. Rezillikni, ne kadar vahshiylikni tushayotgan binolarni ko'rib turdi, o'rilayotgan doktorxonalarni ko'rib turdi. Uşak balının ölgen uşak balını körep durdu. Hemmini körep durdu hem de. Bizning vatandaki ishni Xitoyninki axborot erkinligining bo'lmasligi va nurg'un rezilliklari tufaylidan andan bizning nurg'un odamlar chiqqan nurg'un odam bor, hech qanday guvohlik olmay turgan odamlar bor. Tetada chiqqan. Hatto vatanda xotin bolalar turmida yotgan bo'lsa, 5 bola so'g'an bo'lsa, 3 turmida, 2si sirtda bo'lgan bo'lsa, 3sining turmida ekanligini demaydi. Nimish qilmaysiz desa, an deb salsam, 2 bolamni turma kirib qolamiki deb ansirayman. Deb nurg'un odamlar ashunda o'ylaydi bizning odamlar. Voy men ikkirangi chiqib so'zlang desa, yo'q, mening bolalarim, xotin bolalarim hozir masalan turmada emas, uyda. Men chiqib so'zlab salsam, an sulab qo'ydi. Ya'ni sulab qo'yashdan ashunda qo'rqaymiz hamda. Tabii ansirishimiz lozim. Lekin mahaqninki da'vatgan gaplari kichik bolaning gaplari qaradi. Bir qiz bolaning gapini yo'llab qo'yapti bolalar tarjima qilib. Arabisini oldim men. Kichik 6 yoshli kelayli qiz bola. Dadasi uylab ketibdi, onasi uylab ketibdi. Lekin hali bolaning gapi dadam bilan onam o'lgan bo'lsa-mu, Yahudi eldan biz chuqur qisos olamiz. Onda qilamiz, manda qilamiz dedilar kichik 6-7 yoshli qiz bolamdi. Xo'sh. Bu ruh masalan, ya'ni shu Qur'oni Karimda sifatlagan bir ruh bor bu odamlarda. Bu shunda bo'lgandan keyin shunga andin islom dunyosida bu masalaning isbotlanishi, bu yerdagi zulmninki tunilishi bizning vatanga qaragan vaqtda bizning vatandim ajoyib bo'laqliq. Lekin oyatdagidekcho insonlar ko'z bilan ko'rgandek manda bir vaziyat yo'q hamda. Bu bizning anglab, shu Sharq Turkistonlikdan anglab, turma kirgandan anglab, lagerda yotgandan anglab, ya urug' tuqqanlari turmidagi odamlardan anglab, voy manda bo'latido deb anglab bildi. Ko'rib biznes bilinmaydi bizning vatanga. Bag'allimi bilinmaydi uni, sirtdan taq bilinmaydi. Shunga bir gap bor. Anglagan odam ko'rgan odamga o'xshamaydi. Ya'ni ko'rganlik anglagandek emas deydi. Xo'sh. Lekin men Falastinlik ishini cho desa, hamma odam ko'rib turdi. Ko'rib turgandan keyin tabiiy holda bunga bo'lgan hissdoshlik, kuyinish har tarafdan yuqori bo'ldi. Biz hamda buni baqqollaydi ekan, bizni nima ish qo'llamaydi deb haqini tillab o'ltag'icha. Biz qanchalik ish qildik, xalqning, musulmonlarningki va boshqa insoniyatning qo'llashini qo'lga keltirish uchun biz qanchalik tirishchanlik qilyapmiz. Bizning xalqdan qanchalik odam tirishchanlik qildi. Qanchalik odam mush Xitoyga qarshi turish harakati bor deb ma'ning bilan bir hisoblasak bo'ladi. O'zimizning ahvoliga bir qarasak bo'ladi endi. O'zimizning butun bizning masalan Yaponda necha ming odam bor. Har yo'g'ayaldi odam bor ekan. Namoyish bo'lsa, Xitoy qarshi harakat bo'lsa, 100 odam chiqmaydi Uyg'urdan.
Yapıllık çıkır asaslı. Yapıllıktan az desili taqa. Yapıllıktan elbette az. 100 ada 100 Uygur yok. Çıkırgan. Xitay karşı hareketki çıkırgan. Neymiş kanda kılısılar dese, ola köpüncüler ata-analar bilen körüşep durdu eken. Yani bizden ata-anası bilen körüşep duruşka, bir körüşü oluşka nurgun nasıl vazgeçiptir bizden adamlar. Nurgun prinsipten vazgeçiptir o. Nurgun düşman gibi olan nefretin vazgeçir o. Ata-anam bilen körüşüp aldı. Ya köreştirip koyduğun boldu. Ya ki hayatlığını aldı. Yani bizde cık adamılda bunda köreş ruhi, kurban beriş ruhi, ma ölgenden keyin ma yol ölsem cennet va manga. Şehit oluma, ölsem nimbeptu deydigan ahval nayt asem. Biz burunqi meyli kumandalarını qoğdayın, senin sabit damıllarını töt edemnin ektişi ya 4-5 edemninki yakendin ürümçige. Mesela aşında bir yani onundan keyinki nurgun hayatımız qarsak bizning bu uzun muddatlik mustamligining sababi tabii halda. Bizning hamda şu 1760 yıllardan başlap hamda asosliq bir devlet tutup tuğa vaktimiz az. Nurgun kurashlar bo'lgan bo'lsa-mu, her top nima Xitoy qarshi harakat bo'lsa, insonning shu eng notisi o'lib ketirgan. Barbara tallanıp şu bugun kun kelgan vaqtda ashunda hamminasini qo'rqaydigan, nayt ehtiyot qilib yashaydigan, mushunda madaniyat xalq ichida cho desa bir urf odatga madaniyat aylanib ketgan ish chiqadi. Yani nurgun sebepleri burada tabii psixologik her taraftan. Özümüz takım tırşallık qilsak bo'ldi. To'g'ri. Özümüzden xalqiga kuchishimiz, özümüzden xalqini qo'zg'ash uchun boshqalarga ondan takım kuchishimiz lozim. Ko'pincha rahmat. Hurmatli ustoz Abdusalom Qahramonov, shu hamda bugun ham shu urush mushqatim chiqqandan keyin albatta sizlar g'arbda yashayapsizlar. Nurg'unlagan shu hatto 18 oktyabr ochilgan BDT'de ochilgan yig'inda 51 davlat Sharq Turkiston uchun Xitoyning u yerda qilayotgan tafsirlanishlar uchun imzo qo'yib, ya'ni biz tarafda faqat Albaniya va uning ichida musulmon davlat qolgan nurg'unlari shu arablar burunma qanday menayotgan bo'lsa Xitoyning kendidan. Bundaq bir holatning takror davomlashishi sababli bu qatimmi o'sha Isroiliya Falastin masalasida nurg'unlagan ijtimoiy fikr vositalarida jiq vayronkchiroq bo'lib ketdi. Qari quyuq holatda masalani tigini bilmasdan shaklda Isroiliya tarafda turish, g'arb tarafda turish va yoki o'zlari yashayotgan davlat kimni qo'llagan bo'lsa, shuni bakrak yon besish degandek, biz shunday qilishimiz kerak. Chunki musulmonlar Xitoyning tarafida turibdi u degandek. Hamda shunday bir masalada chuqum Uyg'urlar taraf tutishi kerakmi bu masalada? Sizning bir fikringizni anglab boqsaqmiz mesela. Albatta bu masalada taraf tutganlarninki maydoni aniq bo'ldi. Bu davlat darajalik taraf tutganlar, demokratiya nomi bilan taraf tutganlar, insonlarning huquqini qo'llashda taraf tutganlarning maydoni aniq bo'ldi. Bu yerda kimninki zulm qilayotgan zolim, tajovuzchi, kimning zulmga uchrayotganligi emas. Faqat taraf tutish şu davlatninki ya shu yaxshi ko'rgan ya o'zi qurib qo'ygan davlatlarninki taraqqiy qilish uchun, kuch tepish uchun, mag'lub bo'lgan bosligi uchun ashuni qo'llashimiz kerak degan ma'nuqtadan taraf tutgan davlatlar. Ikkinchi bir taraf tutayotganlar uninki manfaati, ya'ni kammigan manfaat, quruq ig'izdagi bir nazariya manfaati. Qarab turib biz mushlarninki mushu xatoni taraf tutgan taraflarga biz taraf tutsak, shularninki xato gapini biz to'g'ri deb billa ashlarga o'xshab deb bersak, bizga manfaat keladi deb manfaat kutish. Yani bu arqılık o'zininki vijdonini setib etish, o'zining iymoni, e'tiqodini setib etish iborat bo'lgan mundaq taraf tutishlar bo'lib ketyapti. Endi biz bunga nima deymiz desa, birinchi qilib bunga afsus deymiz. Biz Sharq Turkistonliklarninki beshiga kelgan kulfatlar, zulmlarni ko'rib turib, bizning taqdirimizga kelgan vaqtida birisi bizningki bizga qarshi taraf tutishni qanchalik achchig'imiz keldiganlar hammamizga ma'lum. Buningda biz hattoki musulmon davlatning butun hammani yo'q chiqarib o'tamiz. Shuning uchun biz ular bizning tarafimizni tumide deganligi uchun bizmi shu xato tarafning tarafini tutib biz o'zimizningki shu musulmon davlat, o'zimizning musulmon qarindoshlardan intiqom olish maqsadimiz. Bunda qilsak xato ishimiz. Chunki
Birisi hata tarafını tutkan olsa, özünün Allah'ın aldığı bağında ve kelgüsü özününki Müslümanlar aldı da çukum o cevapkarlığı dağıtladı. O sağı buludu, soruku buludu. Biz bunun işinimiz. Ama bir vaktlik özününki vaktlik menfaatine erişiş için kavatlıkın hatalıkları için biz ulanınkini doğru demeyimiz. Çünkü bizim meydanımız, bizim dinimiz, itikadımız, vicdanımız bizni adillikle çağırdı. Adaletke çağırdı. Adalet yolu tutan, adaletini kullanan hatta ki kafir hakimiyet mu hükümetine devam kılıdı. Eğer o Müslüman turup adalet usulü tutmasa, zulümünü kollasa, zulüm taraftarı olsa o veyran buludu. Bunun neticesi Nurgullah şunda veyran bulabatıdı. Resva bulabatıdı halka alem aldı da. Şuna bizim bu yerdeki bir meselenin inik düşünüşümüz gerek. O taraf tutuşmaslık meselesini kim için emas bir yer bir Palestin hazır bir yüz verip atkan ve oydan ortaya çıkıp atkan bir zulümninki, tecavüzlerinki bir şeklini, misalini, emeliyeti kurubatımız. Biz bunun üstüde hüküm çıkışın burun, bununla biz andak demey, belki biz muşularınki ruhidin, cesaretidin, şu zulümge karşı duruş, olardaki iradesini biz serişimiz gerek. Eğer biz bu vakti toxturmazsak, bizge nispeten, Şarkı Türkistanlıklarına nispeten, zeminni suyuşunun qanchalik qimmatli ekanligi, garchi ularga hech qanday chiqish yo'li bo'lmasimi, aşağıda chuqur ulab ketilganligi aniq bo'lsa-mu, bu zeminda o'lmay qanimizchaga to'kiladi degan ma'ruhni biz xalqimizga shuni yetkazishimiz kerak. Shuni tushunishimiz kerak. Bu jasoratni o'rganishimiz kerak. Ammo biz buningda emas, buning xalqi bizga kerak bo'lmaydigan yoki biz uchun uncha bir bizningki u taraf tutishimiz, bu taraf tutishimizningki xalqaro siyosatga hozir bo'layotgan zo'ravonlikqa to'xtatishga yoki adolatni barpo qilishga hech qanday bir nimamiz yo'q bizning. Kuchimiz yo'q, ta'sir kuchimiz yo'q. Ammo biz faqat bir yerda bir maydon bayonida misol aytganda, hali o'tning o'chirish qoidasi bo'lmasa-mu, bu o'chirish uchun bir harakat, shu haq maydonda turg'uvchi qatorida o'zimizning maydonni saqlab qolishdan iborat bir narsa bor. Agar uni biz qilsak, uni biz qo'g'dayolmasak, u vaqtda bizning insoniyatimiz nega ketdi? İmanimiz nega ketdi? Bizning Sharq Turkiston davosi, bizning haq davomiz, biz buning uchun kurash qilamiz degan bu davomiz qayerga ketadi? Bir dava uchun sizning bir maydoni bo'lishi kerak. O maydon o'zgarib ketilgan maydon emas bu. Qanday bo'lishini qat'iy nazar. O maydonda biz adolatni qo'llaymiz, adolatni yoqlaymiz, adolat ustida mustahkam turamiz. Bu bizningki maydonimiz bo'lishi kerak, siyosiy maydonimiz, diniy maydonimiz, axloqiy maydonimiz bo'lishi kerak. Endi biz buni din, biz bir ulamolar birligiga vakillik sifatida biz o'ttirib chiqqanligimiz uchun bu yerda bir narsa o'ttirib qo'ymoqchiman. Ba'zi mollalar, masalan, hukumatning mollalari yoki shular uchun xizmat qiladigan mollalar berib bizning vatanimiz haqida bizga qarshi gaplarni qilib qo'ysa, shuncha achchig'imiz keladi. Hammamiz achchig' keldik. Bundami xoin mollalar, din satqan mollalar nurg'un gaplarni qilib, to'g'ri. Ashta qilganlar bor. Vatanimizning ichida bor, vatanimizning sirtida boshqa yerdan bo'lgan mollalarni ashta qilganlar billah tang ashqitayninki nimasiga razı bo'lib, oshlarniki degan gapiga ishinib, bizni qarab bergan mollalar bor. Bu yerga kelgan vaqtda bizning siyosiy yo'llarimiz bo'lsin, xalqimiz va hammamizning bular qattiq nafratimiz qo'zg'aladi. Hammamiz norozi bo'lamiz. Haqqimiz bu. Ammo biz ashran deb bizga mana o'xshab bir maydonga bizga to'g'ri kelgan vaqtida biz agar shu mazlumlarning tarafini tutmay, mazlumlarning haqqini, haq huquqini qo'g'daydigan gapni qilmay, dinimiz bizga ko'rsatgan gapni qilmay, zolimlar tarafida turib gap qilsa, u vaqtda bizning bilan u mollalarning nima farqi bo'ldi? Dinning chaqirig'i hamma mollalarga, hamma olimlarga o'xshash, dinning chaqirig'i hamma kishilarga o'xshash, Qur'onga ergashgan hammasiga o'xshash. Dinimiz bizni nimaga chaqirdi? Odillikka chaqirdi, adolatga chaqirdi, rostchilikka chaqirdi. Bu din, insoniyat, bu axloq. Qur'oni Karimda, masalan, Maida surasining 2-oyati, 8-oyati hech kimsida ey mu'minlar, haq maydonda turinglar va haqqa guvohlik beringlar deydi. Yana bir sura Nisoning keyingi bir oyatida, bu 135-oyat, buni texnik kuchli qilib Allah adolat uchun mustahkam turinglar. Sizlarning adolat turishinglar, garchi o'zinglarga, ota-onanglarga, tuqqanlaringlarga ziyon kelgan taqdirdami, adolat maydonini tashlab etmanglar deydi. Bir odamga adil bo'lish uchun u garchi dushmani bo'lsa-mu, adillikdan yuz ko'rishga bo'lmaydi, chekinishga bo'lmaydi, o'zgarishga bo'lmaydi. Bu bizning prinsipimiz. Shunga bu yerda halaqa davlat ismini atab turibmiz, Isroiliya, Falastin masalasi emas, birisi zolim, ya'ni u ikkalasining ismi yo'q bo'lgan bo'lsa tarixda, hech kim bilmasa, Isroiliya degan narsami yo'q, Falastin degan narsami yo'q. Ammo bu yerda ikki dona guruh bor deydi, ikki guruh bir-biriga tajovuz qilgan. Birisining uyiga birisi kirib, uni bulab, o'ttirib, uydan qo'g'lab chiqarib, undaki uni ashu nimaga akirib sulab qo'yib, uni sen meniki qulim, bundaki men nima desam shunday yashaysa deb bir tajovuz qilgan bo'lsa, biz qaysini
to'g'ri qaysi xato deymiz. Juyutib bu yerda millat ismini chiqarib o'tib, din nomini chiqarib o'tib, u ikki guruhni, ikki davlatni o'rtasida gapini qilmay, biz ashundaq bir narsa o'tirib bir qo'yib bizni imtihon qilib qilpaqsa birisi. Ma ikkisini ichida qaysisining to'g'ri, qaysisini xato desa, har qanday bir oddiy aql egasi 4 yoshlik, 5 yoshlik bola buningda kimning xato emasligini bilib olaydi. Bu yerda biz mushu mavqani yo'qotib qo'yish biz uchun bo'lganda haqiqatan o'zimizga nihoyat cho'ng bir o'zimiz bir xato bir ish qilayotganligini his qilishimiz kerak. Chunki Qur'oni Karimda bunday bir oyat bor, bu xatarlik. Buni butun qarindoshlarimningki, musulmonlar albatta buni bilish kerakki, zolimning tarafida turib qolishning xatari. Tajovuzchining tarafida turib qolishning xatari. U qaysi shaklda turishiga nazar. Qur'onlik tutsin, siyosiy jihatda tutsin, yoki fikrda tutsin, yoki uning qo'llagan ishini to'g'ri deb basun, diniy jihatda qanchalik xatarlik bo'lganligini Alloh Qur'oni Karimning Hud surasida 113-oyatda Alloh aytadi: "Va la tarkanu ilallazina zalamu." Sizlar zolimlarga, tajovuzchilarga mayil bo'lib qolmanglar deydi. Ularni qo'llab qolmanglar emas, mayil bo'lib qolish, faqat qilsizlar, mushlarning to'g'ri deb qilib qo'shimda akilishni o'zi. Qattiq xatarlik bo'lib, Alloh buni unda qilmanglar, hargiz unda qilib qolmanglar. Agar unda qilsanglar bo'ladi, fatamassakum natijaning bo'ladi desa, sizlar do'zaxga kirsizlar. Do'zaxga kirsizlar. Mush jinoyatinglarning o'zi sizlarni do'zaxga elib boradi. U vaqtda sizlarni Allohning azobidan hech kim qutuldirolmaydi deydi. Sizlar yaxshi ko'rgan butun dunyolarning hammasi kelsinmi? Sizlarni siyosiy jihatdan qo'llagan butun hamma kuch kelsinmi-chu? Sizlarni qo'g'diyolmaydi. O'zinglarni vayron qilasizlar deydi. Hani bizning bu masalamizda bu maydonni tegishtirib qo'yish. Bumi bizdagi ruhiy kasallik. Bizningki o'rnining qayerda bo'lishini bilinmaslik. Yaman bir cho'ng xatar biz. Albatta bu biz uchun bo'lsa bir yaxshi bir saboq bo'ldi deyman. Hozir shu bo'layotgan shu vaziyat, shu hozirgi vaziyatlar biz uchun bir yaxshi bir saboq. Biz o'zimizni silkiydigan, hozir biz o'rnimizni biz qayerda bilmay qayerda bo'layotganligimizni o'zimiz qildigan. Biz agar bu vaqtda biz gap qilmaymiz deydigan bo'lsak, zolimlarningki zulmini to'g'ri deb qo'llaydigan gapni qilmasligimiz kerak. Xo'sh. Ammo mazlumlarga qilingan zulm ustida sukut qilish o'z jinoyat. Payg'ambar alayhisolatu vasallam degan: "As-sakitu anil haqqi shaytonun akhras." Haqni ko'rib turib, buningga ko'z yumishchi, bu gachi shayton deydi. İnsan özünün vicdanını, imanı hammasini yo'qotib qo'ydi. Qur'oni Karimda bu haqdagi nurg'un oyatlar, bakkaskin oyatlar bor-da. Bu chunki haq bilan botilni o'ttirishga maydon tanlash masalasi, bu haqda taraf turishmi, botilda turishmi, bu masalani bilish bu islom dinimizningki, bizning dinimizning prinsipi bu. Ba'zilar bu dinning bu prinsipini tushunmay, o'zaki hozirgi vaziyat bizni shuni talab qiladi. Hozir shunday bo'lishimiz kerak. Nuqtada chiqib turib, ba'zi narsalarni xato yakunlarni chiqarib, xato yo'lni tutib, xato maydonda turayotganlar bor. Agar undaq yeri kelib qolganlarga nasihat nima esa, hech bo'lmasa jim tur. Xo'sh. Mabak muhim. Ammo sen o'zingni shuni o'qishing kerak. Bu yerda bir davlat, ikki millatningki ahvolini selishtirishga hojimiz kerak. Tarixiy selishtirishni o'qishib ketamiz biz. 1948, 1949. Tajovuzga uchirgan ikki millat. Buni mi bilamiz? Hammamiz bilamiz. Bu dunyo o'zi biladi. Biznikiga taxabakroq dunyo hozirga ishonmagan bo'lsa, bu tajovuz qilingan, besilingan ziminlik ekanligini biz isbotlash uchun tirishyapmiz hozir. Xo'sh. Amaliyat dunyoda shunda tarix aniq, ammo hozir bu burmalangan bir tarix bo'lgani uchun biz tarix hozir mushu davlatningki tarixiga uyg'un holatda, xalqaro qonunga uyg'un holatda Sharq Turkiston zamininingki Xitoydan iborat bo'lgan bir zolim hokimiyatningki besivag'anligini isbotlash uchun biz chepiyotyapmiz, tirishyapmiz, pul xarjlayapmiz, advokatlarga yalvuryapmiz xalqaroda. Buningki harakatlarni qilyapti. Shundami? Falastinninki besilinganligi isbotlanib bo'lgan bir davlat. Bular qanchalik jafo chekyapti bu yerda? Demak, bu yerda bizning o'qishimiz mudaq besilingan zimmat ekanligi. Ammo har ikki millatningki o'xshash zo'ravonlikqa, zulmga uchrayotganligi bu o'xshash. Ikki millatning taqdiri, diniy taqdiri, vatan millat davosidagi taqdirlari o'xshash, ammo o'xshamaydigan ba'zi taraflarga kelsak, bizningki ruhninki ojizligi, ruhimizning ojizligi, bizdagi undaq bir harakat qilmaslik. Endi balkim biz deymiz, "Voy, bizningki bizni besib olgan kuch, shundoq cho'ng kuch, bizning unga taqobil qilish imkoniyatimiz yo'q", u deymiz. Ammo boyaqi misollar kelsak, qila oladigan nurg'un ishlarimiz bor, shuni qilmaymiz. Qilish tegishli bo'lgan qila oladigan ishlarimizni qilmay, biz uningga haqiqiy ma'noda kuch chiqarmayotimiz. Qilayotganlarning soni intayin oz,
ammo shuni qilayotganlarninki to'g'ri harakatiga mi to'p chachadigan, uni mushundaq bir yerga vaqtida yana bu siyosatni qalaymagan qilyapti, bizning siyosiy manfaatimizni buzyapti deganga o'xshash sap-satlarni paydo qilish orqali o'zimizning xalqininki bir hozirmi nihoyat bir aramchilik ketayotgan xalqimizni texmo qaymoq turishdan iborat bo'lgan narsalarni o'tirg'a chiqib turib, biz ham o'zimizning davosini chekindirish, uni o'zimiz ojizlashtirish va shundaqla shu orqali o'zimizning maydonini egiz pas qilib qo'ygan tarafimiz. Hozir bizda bundaq bir ba'zida mushundaq bir masalalar o'tirg'a chiqqan bo'lib deb qo'yish to'g'ri keladi. Agar biz musulmon bo'lmagan bo'lsak, bizning davlatimiz bu holatda qolmaydi deydigan bundaq safsatalar bor. Hattoki ba'zilar deydi, agar mening davlatimni, mening xalqimni mushu zulmdan qutulib qo'yishga, mening iymonimni setishga yoki shularning dinini qabul qilishga menda shart qilsa, men dinimni o'zgartirishga tayyor deydiganlar bor. Va siyosat qilamiz deb bundaq qilayotganlar bor-da. Bundaq siyosat orqali bir narsaga erishish mumkin emas. Birinchisi mumkin emas. İkincisi bunda xiyonat orqali o'zining diniga, iymoniga, xalqiga, o'zining urf-odatiga xiyonat qilish orqali erishgan davlat bo'lib turolmaydi, munqarizlik uchraydi bu. Shunga bir o'zimizning maydonini qo'g'dash masalasi biz uchun intayin muhim. Hem diniy jihatdan, hem siyosiy jihatdan, hem bu yerda taraf tutish emas, bu yerda faqat biz o ikki tarafninki kim biz bu masalani dunyo bularga buning o'zining qo'g'duvchilari va Falastin masalasini haqqini qo'g'daydigan nurg'un olimlar, siyosiylar, davlatlar gitini qilib o'tirib, biz uning olishini yo'q. Lekin bu yerda maydon, sen qayerda turibsan? Senin turishga tegishli o'rning qayerda bo'lishi kerak? Ey mu'minlar, sizlar la tattaxidu aba'akum va ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman. Üzənlərinin ata-anasını, üzənlərinin bir qusaqdan çıxan qeyrindaşlarını əgər o küfürga mayillıq keltirib, üzənlərinin imanına, dininlərə, sizlərin meydanınlığa, siyasətiniyə düşmənlik qılsa, ulan dost tutmaqlar deyil. Üzənlərin ata-anasına düşmən buluşu buyuruyordu Allah Qur'an-ı Kerimdə. Haqqının çəkilib qalğan vaxtıda. Meydanını yoxatqan vaxtıda. Bu hem üzünü hem başlarını veyran qıladigan iş. Biz bu mavqalarni, bu meydanlarni qayırıb qo'yib turib, o'zimizning kichkina hozir qanday oldimizga tashlab bergan azroq bir narsa, yabbayo yo'q narsa o'tib va'da qilgan bo'lsa-mu, bizdan hozir qadar hech qanday bir davlat xolis bizga va'da bir yaxshilik qilaman deydigan davlat biz chiqqani yo'q. Amaliy maydonda hammasi o'zininki manfaatini birinchi o'rinda qo'yib qo'yib, shuni qilyotdi. Agar Xitoy bilan Avstraliyaning misolini aytib beray. Xitoy bilan Avstraliyaninki iqtisodiy ahvoli yaxshi bo'lgan vaqtida, diplomatik munosabati yaxshi bo'lgan vaqtda burun bizning masalamizga faqat nima qilmaydi bular. Qarabmı qo'ymaydi. Faqat biz endi shu Yevropa davlati bo'lganligimiz uchun, bu ya'ni shu siyosat ma'lumotqanligi uchun namoyish qilishga ruxsat qiladiganlikdi. Biz ularning oldiga borimizda kurashmaydi hattoki. Qilmaydi, hech qanday o'rin bermaydi. Hozirchi bularning ikki davlatning o'rtasidagi masalada bir ziddiyat bor. Iqtisodiy ziddiyat bor. Xitoy bularga besim qilib narsa bularni sotib oladigan narsani sotmay yoki olgan narsaga 200%dan bo'j qo'yib degandek o'shdaq bir besim qilgan vaqtida undiki bular bizning masalamizga qiziqqandek ko'ziga bir nimani o'zining bir nimani ko'rsatib turib, endi ma Uyg'urlarga zulm bo'layotdi, u qilayotdi, xalqaro qonunga qarshi ish bo'layotdi, hammamiz bo'layotdi. Ammo biz mushundaq bir yerlardan bizga manfaat yetib qolarmiki degan ma'nosida ketyapmiz. Ammo bu bugun biz uchun bundaq ko'rganimni ati ina ularniki ikki davlatning o'rtasidagi munosabat yaxshilash uchun yana biz tashlanib qolamiz. Biz qo'shiq o'rnida ishlatilyapmiz. Shunga biz bu yerda uning banda qilmay qolatdi, bunda emas. To'g'ri, bu to'g'ri siyosat. Agar u bizning to'g'ri maydonda turishimiz orqali ular bizninki bizga qilgan yordamini voz kechimiz desa, voz kechsin deyishimiz kerak. Chunki biz ular uchun iymonimizni sotishimiz to'g'ri emas. Vijdonimizni sotamaymiz. Agar ular insoniyat uchun qilaman desa, biz uchun cho'qim qiladi uni. Qilish kerak. Bizning demokratiya sistemasiga asosan. Agar uni qilmasa, biz uni norozi bo'lamiz, chunki biz o'zimizning haq, huquq masalasida kurashimizni davom qilamiz. Bizga yetarlik bo'luvchi Rabbimiz Alloh va o'zimizninki xalqi o'zimizning kuchiga tayinib turib, xuddi Falastin xalqi hozir hamma narsani ayirib qilish qosimi, tokdan, sudan bir yashashga tegishli bo'lgan eng aqlli bir huquqidan ayrilib qosimi, yana shu o'zining maydoni mustahkam tura olganligi bizgacha nihoyat cho'ng bir ruh, nihoyat bir cho'ng savoq biz uchun. Bizni qila olamiz. Hech nimasizmi biz buni qila olamiz. Ular qila olsa, ularning soni bizning sonimiz cho'ng. Ularning zaminidan bizning zaminimiz cho'ng. Ularninki urush qilish nimasidan zaminninki, nimasidan bizningki zaminimizda taxmin yaxshi. Bizning xalqimiz burun qilgan bu. Tog'liq, cho'llik, hamma narsa bor bizda. Biz o'zimizni qo'g'day oladigan, qiladigan ishlarni bizning ota-bobolarimiz qilgan, bizni agar shunday bir ishga to'g'ri qila olamiz. Biz bu mandaq bir o'zimizning kelgusi uchun mandaq bir shaklda buni selishtirib ko'rishimiz kerak. Xo'sh.
Köpten köp rahmet Allah razı olsun. Hem şu körülmelerimiz bu inkaslarını izleyip oturdum. Şöyle bir körülmemiz yaptım da damladım. Hem de dünyada bir gün şu her kandak devletki nispeten devlet menfaati hemmedin yukarıda bir şuna bir nimet yaşavatımız hatta devletle oturursa hiçbir şekilde dostluk menfaat, dostluk diye narsa yok. O ağızda akbaratı diyen bilen menfaat, her devlet özünün menfaatini oylaydı. Ve şu anda bununla asasen Şarkı Türkistanlıklar bilgen şunda ağır gününü körüp atkan vaxtıda Şarkı Türkistan'ınki bizning davayimizga, bizning ishimizga ta'sir yetkazgan har qanday ishdan davlat manfaati nuqtasidan turib yiroq turish kerak deb qarayotganlar ta bu boshlaganda men shunday qilyapti. Bilganki inkostim shu bor. Hatto men tunugun Erkin Akram, doktor Erkin Akram bilan so'radim masalan. Qurultayning va boshqa tashkilotlarningki Isroilga taraf turish masalasida. Siyosat o'ynab, siyosiy jihatdan to'g'ri biraz aniqlanmadi buningga. Bu şekilde qaraydiganlarga nisbatan siz deydi. Meni ham bu şekilde qaraydiganlarga deydiganim. Bizning davoyimiz yalg'iz Yevropaliklarning qo'llashi, bo'lning qo'llashining bedeliga andan dünyadaki bütün dünyadaki 1,5 milyar musulmonni o'zimizga dushman qilib turib qildigan davo emas. Yani Palestin meselesi deganlik hukumatlarning pozitsiyasi nima bo'lishidan qat'iy nazar islom dunyosidagi. Bu musulmonlarning meselesi birinchi bo'lib. Asli bugungi kundagi Arab hukumatlarininki yo'linishi bo'yicha bo'lsa, bugungi Isroil qarshi turayotganini birinchi bo'lib Arab hukumatlarining yo'qitib etkisi var asli. Çünkü bir İslami siyasi iddidiki adamlar bu. Unda bo'lgandan keyin bular bu İsrail'e qarshi turib, xalq ichida bularning o'z obro'yining ko'tarilib ketishi, xalq ichida mana mushu dushmanga mushular zarba beraydi ekan, ma bizning hukumatlarimiz hammasi qo'rqinchoq xoingo'ylik ekan, ma u deydigan bu haqiqatning isbotlanib qolishini hech qaysi xohlamaydi. Xohlamaganlik uchun shunga mushunda razillik bo'lib ketyapsimicho desa, qo'shni davlatlar, masalan Misr, Urdun, ashulchi hozirgacha davlat bo'lib bilan nat turibdi desa, asos Isroil taraf turibdi. Isroil taraf turibdi. Ashkar demagan bilan, ashkarmi hatto taqa Misrga ko'chagichilar ondan naqab deb yava jangallik va Urdun tarafda. G'azzalikni shu yoqqa ko'chirib, aşağı tutulsa uni yoqqa Isroil qarshi turayotganini yo'qitib yetib, ondan G'azzalikni ekkasang olmamdi deb Misrning zontini shu gapni qildi Misr. Yani kim o bu Mısır'ın zontunu bilgenki kim o? 2011'deki harekettin keyin, Arab Bahar'dan keyin çıkan zontunu yo'qitib, onu o'ltirib keyin onu bo'lgan. Şula kimiydi desa, ma bugungi qarshi turayotgan İsroil bilan urushayotgan kuchlar bilan bir saptiki bir ideyadagi odamlikda. Bu bugungi hokimiyatning ko'p qismincha desa, 2. Dünya urushidan keyin G'arbliklar islom dunyosini nima qilgan rayon bo'lg'achqa, bosgan rayon bo'lg'achqa chiqishning oldida o'zining odamlarga topshirib qo'ygan hokimiyat tabiatida. Bu yer bugungi kunda Isroilga mushatayotganlar buni qabul qilmagan, bu yerda biz mustaqil bo'lish haqqimiz bor bizning deb harakat qilayotganlar. Xo'sh. Xalq hamda musulmon xalq. Biz hamda bu yerda siyasi menfaatini deb azg'ina. Ma Amerika mesela ma devletler biz tarafta deplam uç holatda shukun bostirib olmay, yash bo'lma deganda. Biz gap qilishdan burun boshqalar gap qilib bo'ldi-ku. Xo'sh. Shukun bostirib olmay darhol ondan Amerika yoki Yevropa tarafda turib, Falastinlikni ayblab, a tarafni qo'llagandan keyin bo'lma degan gaplari arabchaga chiqib bo'ldi. Xitoy tarjima qildim buni. Hatta Xitoy tarjima qilib, pul yurib tarjima qildirib, Arab medialari taqas taqitdi. Nima deb? Qaranglar mana Arab, chunki Arablarga biz qanday qilyapmiz natijani yoqa? Hokimiyat sistemasini Xitoyning razilligi qanoatlantirmagan bo'lsaqmi, Arab xalqidan, musulmonlardan nurg'un adamlarni, mayli masalan Falastinlik olimlar olsun, Falastinlik odatlik musulmon xalqlar olsun, dunyoning har qaysi joylaridagi nurg'un musulmonlarni
Qanday yerga ekkagan? Xitoy zodi musulmonlik zulm qilyapti degan yerga ekkagan. Mushaqda nurg'un bayonotlarni bergan, Xitoyni ayblab. Bizning nurg'un faoliyatlarimizga qatnashdi masalan. Xo'sh. Xitoy qarshi faoliyatlarimizga. Hatto Abbas Xitoyga berib manda dedi. Degan vaqtda bizni ziyorat qilib, Abbasning degan gapini ayblab, inkor qilib, bu Falastinlikka vakillik qilmaydi bu gap Falastin xalqiga. Sizlar xaponmanglar biz sizlar bilan birga dedi Falastinliklar masalan. Nurg'un odamlar, nurg'un tashkilotlar. Mushundaq da'vatqan Malayziya, Indoneziyada bizni deb nurg'un musulmonlar namoyish qilayotgan, Yevropadagi nurg'un musulmonlar bizni deb nurg'un harakatlarni qildi. Xo'sh. Nurg'un namoyishlarni qildi. Bizning bugun mushunda bir sharoit ostida uch holatda chiqib, hammamiz bizmi hech nima demay, avla anda debto. Deb masalan hech nima demay bizning ma'lum Uyg'ur tashkilotlari Falastinlikni ayblab, İsrail tarafta tusa yüz turayotgan davlatlar İsrailni qo'llaganligi uchun bütün dünyadaki musulmonlar Falastin meselesini, İslam meselesi, musulmonlar meselesi deb ko'ngil bilayotganlar bizning vatanga ko'ngil bildiganlar shu anda. Xo'sh. Bunda bir sharoit ostida biz nimaretga tushmaz, tek yo'q bir manfaatni ko'zlab bir islom bütün musulmonlar qalbidan suydigan o rayon üçün hamma narsani atashga tayyor bo'lgan bir rayonni yo'qotishga bu yerdagilarning qanni to'kayotgan dushman tarafda turgan gaplar chiqib bo'ldi. Sizlar musulmonlar manda izildi u bu deb nurg'un arablar bu Uyg'ur masalasida Xitoy nimaga Yevropalikning Amerikalikning kushkurtishi bilan Xitoyni parchalaymiz deganning gapiga aldangan. Mana bugungi kunda qaramamizlar Uyg'urlarning hammasi, Uyg'urlar ya Uyg'ur tashkilotlari mana İsrail tarafda tude, Falastin musulmonlarning masalasi tursa, mushunga qarshi chiqdi deb arabcha chiqib oldi gaplar. Ay burun 2016, 2017, 2018 yilda degan gaplar bor ekan bizning Amerikadagi, Yevropadagi odamlarning. Falastin masalasida, o masalasida bu. Shuni tatib chiqibdi yani. Shuni tatib chiqib arabcha yozib, bu aldanmanglar, bu Xitoyni güleş. Yani Amerika'nınki hizmetini kıldığan adamlar degan muşu Xitoyning töhmeti bu bizga nisbatan. Muşu gapni avlanın ağızdan Amerika bilan bir sep tutulgan degan, bütün musulmonlar mayanda tursa, bular Amerika bilan bir sep tutulgan degan darhol agapcha chiqib oldi arab medialarida. Nurg'un torbatlarga yozildi bu gaplar. Biz ham dalqa bir vahima, yani aldığımızda bo'lmagan naqbi ish yo'q. Bir azgını menfaatini deb manda nurg'un necha milyon musulmonni Falastin meselesini İslam meselesi deb qaraydigan, bizning meselesini İslam meselesi deb qaraydigan musulmonlarni o'zimizning dushmani qatoriga elishning o'zi bu bizningki tushunchimizcha da'voga ajoyib ziyonliq bir nuqta. Shu aniq bo'lsin, ba'zilarning degan gapim bor. Yevropalik ya Amerikaliklar Xitoy bilan bizning bu qarchacha odamlar ekan ya bu aqtallik ekan bizga sal chiroy o'xshab qoldi ekan deb bizga ko'ngil bildigan sizlar yuqori degandek unda davlatlar unda ish qilmaydi bo'ladi cho'ng davlatlar. Cho'ng davlatlar o'zining manfaati birinchi o'rinda. Lekin musulmon xalqqa nisbatan shu davlatlar tamam bugungi kunda islomdan yiroq davlatlar bo'lganligi, nurg'un masalalarda qoyim bo'lganligi uchun İslam meselesinde, Falastin meselesinde selbi meydanda turvatı. Lekin mevada neç milyon musulman var. İslam üçün deyse özünün hem minasını atayalaydıgan, qenni ataydıgan, cenni ataydıgan neç milyon musulman var. Neç milyon musulman bizning Falastin meselesinde İsrail tarafı tuğallığımız öğren çoğu. Bulağı nispeten biz nimge ayıldığımız ise düşmenge ayıldığımız. Bu adamını biz bir musulman dep dikenmez. Bulağı munafık adamlar ekan bu musulmon degan olmaydi ekan degan yerga biz akab qo'ydik. Shuning bilan oldin biz shu birinchi adolat masalasi yuqorida deyilib o'tilgandek, ikkinchi oldin bu islom dunyosini o'zimizga dushman qilib olish, shunda uch masalada bu bizga ajoyib ziyonliq bo'lganligi uchun biz matrafga bayonot berdik, nurg'un faoliyatlarni, nurg'un ishlarni qildik. Masalan, hozir Xitoyning medialarida ajoyib gaplar bo'latir arabcha mediasida. Ukrayna bilan Falastinni selishtirib, Ukraynada Rossiya hujum qildi, Amerikalik, Yevropalik ani qildi, mani qildi. Anda yordam qildi, manda yordam qildi.
Üyedin kaçkallarını manda hemmi devlet küçük kaldı. Palestin meselesi şu. Palestin meselesi İsrail tarihten bu yan 75 yıldan bu yan muşunda Palestin'i besivağan. Bulu muşunda zulüm kılıp kilovatıdı. Muşunda zulüm kılıp kilovatsa yanı bula İsrail'ni kollatıdı. Bu nimidigen 200'lü müçe. Şunu bir vatıda. Aşında teşvikatını acayip Arapça bir vatırımda. Bu nima dese acayip ziyallık bizge nispeten. Yani bizim Amerika'nın yoki Asiyapta turib elishning o'zi bugunkidek bir paytda bizning davog'imiz shu desa islom dunyosidagi davoga acayip ziyallık bu. Ben shuni degim keldi shu munosabat bilan. Bugungi kunda aslida Amerikami haqiqiy Xitoyni yo'qotish irodasi bo'lsa, o'ziga tahdid bo'lolmaydigan bu o'rta sharqdagi ma'lum davlatlar, mayli Turkiya bo'lsin, masalan, ma'lum davlatlar bilan dushmanlashmay Xitoy qarshi harakat qilgan bo'lsa, bu nurg'un foydali ishni qila olishi mumkin edi. Iroq urushida, keyin Afg'oniston urushida bu davlatlar bilan mashg'ul bo'ldi Amerika ta 25 shu 2000-yildan keyin mashg'ul bo'lib Xitoyga texim fursat yaratdi. Xitoy bu mezgilde acayip taraqqiy qildi, o'zining iqtisodiy, siyosiy har tarafdan nüfuzini tiklab, dunyoda Amerikaning o'rnini cho bosaman degan yak keldi. Amerika yana mushunda o'rta sharqdagi, u yandagi, bu yandagi ishlar bilan mashg'ul bo'lsa, Xitoy texmi kuchlandi. Asli burunmi Xitoyning kuchlanishiga acayip hissa qo'shgan davlatlarning birisi Amerika asli. Rossiyani yo'qtimiz deb, ham Xitoyni bayqiysak bo'ldi, shuning bilan keyin bular demokratlashib o'zi chiroyliq yapondek anda o'zgarib bizningki ittifoqdoshimiz bo'lib qolar degan maqsadda nurg'un ishni qildi. Lekin bugungi kuncha desa dunyodagi Amerikaga nisbatan eng zo'r tahdid qaysi davlat? Xitoy. Hatto Rossiyadan zo'r tahdid. Mushunda mezgilda cho'qim Amerika aslida mush Falastin masalasi islom dunyosi bilan bo'lgan dushmanligini sal azaltib, chunki islom dunyosida Amerikaga bir tahdid yo'q. Amerika tahdid solalaydigan bir kuch yo'q. Manda bo'lgandikin bu masalalarda sal adolat tarafida bir insonlik tarafi turib, o'zim shuni da'vo qildigan bo'lgandikan, eng cho'ng dushmani bo'lgan, agar buning bilan kar bo'lmasa, egallash, bundan keyin Amerikani ikkinchi o'ringa tushirish ehtimolligi Xitoyning boshi. Xo'sh. Anda bo'lgandikan Xitoy qarshi turish asli Amerikaga nisbatan bek muhimdi. Buni qilib bo'lmayotgan hozirga qadar. Şu men qarindoshlar biz Uyg'urlar deyman, Amerika hozir Xitoy qarshi turish uchun har qanday kuch bilan tayyor ittifoqlashib tayyor. Bu yerda bir qism Uyg'urlarningki Falastin tarafda turib qolganligi bilan va Uyg'urlar bu Falastin tarafda turdi-ki ya, bo'ldi men Xitoy qarshi turib jumayya bundan keyin o'zimning ishni qilay demaydi Amerika. Ma'nodan bizning odamlar xotirjam bo'lsa bo'ldi. Men Amerika degan shu burun o'zi yo'qotgan Qaida Usam bin Laden bilan hamkorlashib Rus qarshi turgan davlat o. Nurg'un qurol yaroqni Rus qarshi turgan vaqtda shu chog'dagi Afg'onistondagi mujohidlarga Amerika o'zi bergan. Shu Rossiyaning har xil qurollarini portlatilgan qurol. Shunda odamlarni shu chog'da qo'llagan. Shu chog'da shular mujohidni nomimi shute. Keyin Rusni qo'llagandan keyincho tamam dushmanlashdi. Bugun Xitoy qarshi turish uchun har qanday odam bilan ittifoqlashdi. Bizning odamlarni ma'lum divitay qo'shib Aşuluyla urushqanlar bormi yo'qmi? Bizga bir bayonot chiqarib, musulmon ham prinsipda adolat turish yuzidan ham islom dunyosini o'zimizga dushman qilmayli. Uyg'urlar bunda maydonsiz qolgan bu. Deb masalan har xil yomon tushuncha kelib chiqdi. Shuning oldini olish uchun nurg'un ishlarni qildik. Xo'sh. Falastin masalasi. Bizning Uyg'urlardan shularga rasmiy qarshi turgan boya qoidaga yoki Afg'onistondagi o'z vaqtidagi imoratga bayat qilib Öz vaqtida terrorchilikda hozir 2020-yildan keyin terrorchilikdan chiqadi, tabriklashga tegishli bir ish bu. Bu yerda bir o'zgarib qolgan odam yo'q. Siyosat o'zgardi faqat. Ya'ni Xitoy nayt cho'ng dushmanga aylandi. Xitoyning bunni qantiman deydigan odamga ehtiyoji bor Amerikaning. Unda bo'lgandikan, hali bayonot chiqarib qo'ygan, uni qilib qo'ygan, buni qilib qo'yganga shuna bilan Uyg'ur bilan kar bo'lmay, Xitoyning bunni qantiman da'vat qildi bilan kar bo'lmay, Amerika siyosatini o'zgartib, manda qilib ketirgan bir ish yo'q bu yerda. Unchalik qo'rqib ketgan ish yo'q. Amerikaga bugungi kunda iddiasining bo'lishidan qat'iy nazar, fikrining bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoyning men buni qansam bo'ldi, Xitoyga zodi nimish qilsam men Xitoyni bir qanday qildim deydigan odam bo'ldi ekan Amerika uning bilan ittifoqlashdi.
Amerika'nın tarihi qarasa buni har qanday bir addiy bir ançumunç siyaset binası uğu adam bunu his qılalaydı. Şunun için bu yerda manda turib voy bular Türkiye'dekiler Uygur'un menfaatini közlemeydiganlar bular. Arab kisatilganlar, anda qilganlar, manda qilganlar deb ağızdan şu eğiz qağını olmaydigan gaplarni qilib tillab ketirgan bazı nadan adamlar. Yani emniyette Amerika çoğun bir devlet özünün düşmanının nerede ekanligini, o düşman karıştırış için qanday kuchga ehtiyojning borligini obdan bulduğun devlet ulu. Şunun için onçalar enserep ketmey bu meselede Avrupa'dakilim xatirjam bo'lsa bo'ladi. Bununla bilan Amerika bizning vatanga bo'lgan siyosatni o'zgartib, voy Turkiyadagilar yoki muhofizkorlar bu İsrailni ayblab, Falastinlik taraf turibdi-ku deb, manda deb qoldigan, unda o'zgarib ketirgan bir ish yo'q bu yerda. Xitoy yanıla Amerikaga nisbatan cho'ng dushman, bu cho'ng dushmanligi o'zgarib qoldigan ish yo'q, manda ancha-muncha bir bayonot bilan yoki gap so'z bilan. Uchinchi buloqasli vazifa shudir. Hatta men desem şu Avrupa'dakilarga Amerika'dakilarning muhim bir vazifasi var. Mesela oldum biz so'sa, sizning bu Uyg'urlarning ichidan Turkiyadagi yoki dunyoning har qaysi joylaridagi musulmonlar, ya'ni dindar kesim deylar hamda. İsrail qarshi turib Falastin masalasini Falastinni qo'llabdi deb qolsa agar, unda o debmi jurmaydi ular. Meningcha yani aqli yuqori odamlarniki, shu dunyoni so'rab kelayotgan odamlar. Ayda degan taqdirda, aslında degan taqdirda, voy ma Xitoy dayta axborot sohasida Xitoy islom dunyosida mana ko'rdinglarmi Amerika bunda 200'limicha. Bunun əlaqə Uyğur musulmonlarini qo'llaydigan bir nimiz yo'q aslida. Bu faqat Xitoyni parchalash uchun Uyğur musulmonlarini ko'zir qilib qo'llanyapti. Qo'llanganlik uchun bular Uyg'urlarning hammasi Amerikaning xizmatini qilib, ma masalada Falastin masalasida hamma musulmonlar bu islom masalasi davatsa buni bo'lib qopab Amerika taraf tude mana ko'rdinglar ma'ni deb arablarga Xitoylarni tashviq qilib turibdi ekan. Şuna Arab musulmonning ishidagi Xitoyga bo'lgan o'chmanlik, Xitoyga bo'lgan nafrat, musulmonni ezdi deb, mushuna bir to'yga xalq ishiri bir muncha bati, mush to'ygining yo'qolib ketmasligi uchun Xitoyning zodi razilligini musulmonlar ishida saqlab qolish uchun bizning shu musulmonlarimiz, Uyg'urlardan bo'lgan musulmonlar mushunda İsrail qarshi Falastinni qo'llab bunda tude. Bu islom dunyosida vaqti kelsa, ya'ni shu hech narsa talab qilmay, bijmocham pul demay qon verdigan, jon verdigan odamlar, ya'ni musulmonlar degan mush nuqtai nazardan ular musulmonlarni Falastinlikni qo'llab turdi deb javob bersa, mush xizmatni qilish ularga tushundimda bugungi kunda. O'zi shunda İsrail tarafı tuğandan keyin ma xizmatni qilish Xitoyga faqatlam islom dunyosini tashlab bermaslik uchun bizning Uyg'urlar islom dunyosida Xitoy qarshi bir kuchni, bir ideyani, bir ongni saqlab qolish uchun shu Falastin masalasida tude desa, o'zining zihniyati bo'yicha bu masalani siyosiy tushunib, bizga unda deb qilmadik. Biz adolat, prinsip, iymon ma'ni deb turimiz bu mazlum tarafda, musulmon tarafda. Ular o'zining bak aqlliq siyosatchilar bo'lgandan ular Falastinni qo'llab qolsak bizga ziyon yetdi, ama Amerika, Yevropalik bizni qo'llamaydi degan tushuncha bilan qildi ishni. Bayonotini shu asosda berdi. Ma asosda islom dunyosida Xitoyning musulmonlik qilayotgan zulmini tushunadigan, nafratlanadigan, Xitoyni yomon ko'radigan odamning musulmonning bo'lishimi muhim bir ish bo'lg'achqa, shu bizning Turkiyadagi ya boshqa diniy kesim bunda qilgan o'xshaydi deb tushuncha bersa, buni demdayna surlab qolgan taqdirda. Shu bunaqa bak ansirab ketirgan Xitoyga bo'lgan Amerikaning siyosati Uyg'urlarning bu yerdagi ikkiga bo'linib, ya anda ya manda bayonot bergani bilan o'zgarib qolgan bir siyosat emas u. Xo'sh. Alloh razı olsun. Hamda programmamizga Xo'sh. Qo'ysam bir şeyde. Qo'shimcha qilsam. Bu yerda bizning İsrailiya haqida turib bayonot berish yoki Falastin haqida turib bayonot berish masalasida yana bir nuqta bor-ku. Bu yerda kim uchun emas, bu yerda bizning dinimizdami haqni to'g'ri deyish masalasi bor-ku. To'g'ri, masalan, shu Hamasniki 7-silab berib İsrailiyani nima qildi, nurg'un gunohlarni o'tdi, unda qildi degan gaplar bor. Shundan qattiq bular qattiq cho'ng uvol qilib ketdi. İsrailiya shuni o'zini qo'llash majburiyati bor degan ma'noni xalqaromiz o'tirib chiqdi. Bu yerda bizning bir diniy prinsipimizdami? Bu yerda agar ular begunohni
o'tgan bo'lsa, buni biz ayıplaymiz. Masalan, İslam dini şu. Bizim İslam dinimizde mesela bir uruş bo'lgan bo'lsa, bu yerda begunoh odamlarga chaqilma o'ltamaslik kerak. Tushunammi ya? Bu yerda begunoh odam u yoqdan o'lgan bo'lsa, bu yoqdan o'xshash maydon turish kerak. Mesela bu yerga berilgan bayonotninki umumiy nimasi biz begunoh insonlarning qinining tukilishiga biz norozi. Biz buni ayıplaymiz. O kimning deyishine haceti yok bu yerda. Qayerda qanday shaklda begunoh inson o'ltirilsa, bunu biz ayıplaymiz. Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın öz vaqtida bir voqea bor. Xolid ibn Validning boshlig'ida bir yerga bir hujum qilgan bo'lib, bu qabilaga bular yetarlik ularga musulmonlarningki ular qo'ygan talablariga javob berguncha yetarlik vaqtni ularga bermayla, ularga hujum qilgandan keyin ularni endi kelib hujum qilib, ularning nurg'un odamlar o'lgandan keyin buningki qabilada bir guruh odamlar keyin Payg'ambar alayhisolamga qarshi kelib, biz asli musulmon bo'lmoqchi tutdik. Bizning ustimizda mushunday nima qilindi, hujum qilindi, bizdan bir odamlarimizni o'tdi deganda Payg'ambar alayhisolatu vassalam Xolid roziyallohu anhu'ningki shu qilmishidan men bezor. Bunga ega emas degan. Xolidning shu qilmishidan men bezor degan. Ammo Xoliddan emas. Xolid o musulmondan bezorlikqa yuz o'rgani yo'q. Uning qilmishini yuz o'rgan, xato qilib qolganligini Payg'ambar aytlagan. Xuddi masalan o'ziniki o'z vaqtidagi beqib olgan o'g'li Zaydninki masalan bir urushda birisini o'tgan, o'lish, uning qilish urushini oldida u la ilaha illalloh iymon etgan vaqtida uningga shuni disimi yana o'ttirib o'tgandan keyin Payg'ambar alayhisalom bundan qattiq norozi bo'lganligi hamma musulmonlar biladi buni tarixda o'qiganlarda. Buningga sen nima qilib o'tding deganda u o'limdan o'zini qo'g'dash uchun shunga shahodat aytdi deganda sen uning qalbini yerib ko'rdingmi degan. Demak Payg'ambar alayhisalom uning qilmishini ayiblagan, xato. Tushunammi? Shunga dinimizda masalan bir urush bo'lgan vaqtida 10 turlik narsani qilmaslikni chaqirib qo'ydi. Masalan, ayollarni o'ldirmaslik, bolalarni o'ldirmaslik, uy vaqtlarini buzmaslik, masalan, dehqonchilik rayollarini buzmaslik, ibodatxonaga kirib panohlanayotganlarning ustini hujum qilmaslikdan iborat bo'lgan. Agar bir o'zini qo'dash yuzini yoki bir hujum qilganda shu narsalarga tajovuz qilib uni shu ko'rsatmaga zid ish qilib qolgan bo'lsa, u xato. Biz xato davrimiz uni hijildigan ish yo'q. Ama bir yerde iki taraf mesele çıkan vaxtida begunoh insonlar qayerdan kimning ko'p o'ldi. Ma'nan bilishimiz kerak. Ondan keyin bayan adamlar shunday deb o'tdi. Hozir biz Xitoy hozir qadar nima da'vat musulmon davlatlarga desa, bu Turkiston masalasi, Uyg'ur masalasi Amerikaninki, Yevropalikninki chiqarayotgan propagandasi degan. Xo'sh. Shundaymi ya? Bu Xitoy bilan arablarning o'rtasidagi munosabatni buzish uchun qilayotgan propaganda, undaq amaliyot unda ish yo'q, kelinglar ko'ringlar deb drammalarni ishlab ashta qilib, opirib nurlarni qildi. Hamda hozircha bu masala texmo shu arab dunyosini, shu arab musulmonlarini qandurishga, Xitoyning qandurishiga intayin cho'ng nimasi bo'ladi. Ko'rdingmi biz degan tuqqo, bular asli mundaq. Agar bular o'zining musulmonligini musabbibini biz aytib nima qildik degan bo'lsak, sizlar taraf turish kerak-ku. Deganda esa tabiiy ularimiz siyosat o'ynaydi. Biz Xitoylar hammani cho'ng yilgarlikda, siyosatda hammani yilgar bo'lib ketdi. Buni qo'llanmamdi. Biz Xitoy yana o'zining siyosat tutgan bo'lmamdi. Bu nuqtadami o'zini saqlab qolmasligimiz kerak. Chunki bu yerdagi bizning masala eng bizdagi ojizlik nuqtai masala biz jaholat, biz haqiqiy bir siyosatni tushunib bilmagan yoki biz siyosat qilishni bilmaydigan. Eng aqllisi masalan. Falastinda masalan nima hozir mana terror guruhi deb Hamasni degan bo'lsa, nimani Abbosningki nimasini bu qonunliq, bu Falastinga vakillik qiladigan kishilar deb tunildi. Shundaymi ya? Xo'sh. İsroil o'zim shunday deb tunuydim-da. Men o'ttasi ashlarda o'ttirdi, suhbatlashdi, muzokiralashdi masalani hal qilish uchun. Ammo bu yerda shu tatavlanmi o'sha masalan o'ttirsida munosabat yaxshi emas. Ammo bu yerdagi xalqningki begunoh xalqning o'lgan yeri kelgan vaqtida o'ltirilgan yer kelgan vaqtida qanday qildi? Bular hammasi yana ashularni qo'llashtirib, o'zining xalqini qo'llashtirib ketdi. Ya'ni biz bu yerda bir nuqta ishimiz kerakki, agar bizning shunday bir masalani o'tirib chiqqan vaqtida, o vaqtda biz haq maydonda turib o'zimizning xalqini qo'g'damdik, kurash qilganlarni qo'g'damdik yoki shunday o'xshash shu vaqtda masalan, voy bu yerda shunday hodisalar paydo qildi, terrorlik harakati qildi desa, shunday deb shu dushmanlarningki, Xitoyninki chiqarib bergan shu qonuni bo'yicha biz uni taslim bo'landik. Xo'sh. O'z vaqtida masalan bizning vatanimizniki vatanlarida shuni qilgan u propaganda qilib o'ttirib chiqargan Sharq Turkiston Islom partiyasini qarliq tizimiga kirgizgan, nurg'un siyosiylarimizni qarliq tizimiga kirgizgan. Ularning hammasi shu vaqtida o'zining manfaati uchun qilgan, hozir ularni chiqargan bilan yana shuning o'zida kimga endi shu vaqtda chiqib foyda bo'lsa Xitoyga bo'ldi. Guantanamoda bizning qarindoshlarimiz 50 necha bekor yerni nima uchun tutdi? Ularni bir gunoh qilgan masalan. Uni o'sha qanchalik jafo badallarni to'ladik. Ularning kim paylan hozirgi mush Xitoyning hozirgi siyosati, kam siyosati olsun,
Ama şu bıraklam şu bütün umumiyüzlük terörçi bo'ladigan namni qalpaqni kiyib turib umumiyüzlük Sharq Turkistonlikni tugutishdiki asosliq bularning ilib borgan siyosati nereden keldi desa, şu öz vaqtidagi musulmonlarga qarshi o'rtaq shu sentabr vaqasidan keyin umumiyüzlük musulmonlarga qarata ilib berilgan cho'ng harakatninki eng cho'ng foydasini kim ko'rdi? Xitoy ko'rdi. Buni hammamiz bilamiz. Hamma siyosatchilarimiz bilamiz. Xo'sh. Bizga qanchalik manfaat keldi, kelmaganligini biz bundan bundaq bir nima qilib qiyos qilib baxsaq bo'ladi, mo'ljallab baxsaq bo'ladi. Shunga bugun ko'rilgan narsa atimizga tartib bo'lishi mumkin. Bugun tartibligini aka o'ng bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda debla biroqlam o'zimizni shu hozir kichkina bir narsa qarabla, bizga manfaat keltiribla, butun uning uchun iymonimizni, vijdonimizni, hamma narsani setib o'tishni o'zi bu bir xatarlik narsa. Men badamma yuqorqi adabini oyatlarni nima qildim? Buningga har bir qarindishimninki bilib bilmay nadallık bilen bazı gaplarni deb qilgan bo'lsa, buni o'zininki iymoniga bir sapqa qilib turib, men xato qilibdimmi, qildimmi, to'g'rimi? Balkim insonlar oldida bütün insoniyat meni qarshimda to'g'ri degan bo'lsa, lekin shu degan narsam, mening shu tug'an maydonim Allohning oldida xato bo'lgan bo'lsa, men qaysini tanlashim kerak? Bu bak muhim nuqta, chunki biz bir musulmon millat, albatta biz o'zimizga musulmonlik yuzimizdan chiqish va shundaqla islomiyatimiz bilan faxrlanib yashash va dinimizning go'zal axloqi bilan yashashni biz hargiz har qanday ahvolda qo'ldan bermasligimiz kerak. Alloh razı olsun. Ustoz hamda shu sizlarga g'arib tug'g'andan keyin men shuna zihnimga shu savol keldi. Hamda butun shu hozirgacha bu davom qilyapti. Hattoki men bir qancha oldingi kuni Bayden kelib Isroilga bayonot berib, uning kendi Misr u yana rais bilan ko'rishib, hiç bo'lmasa insoniy yordam koridorining ochilishi masalasida ko'rishdim. Rafah, Misr, shu Rafah chegara nimasini ochilgan bo'ldi, u bu degan tamda. Bugun men abay programma kirishdim, burun xabarni o'qib kirdim menga. Isroiliyaninki davlat mudofaa ministrlari shu bayonot e'lon qilib, hech qanday shaklda G'azzaga hozirgacha insoniy yordam u bu narsa kelishga yo'l qo'yilmaydi degan shaklda bayonot e'lon qildi bugunmi. Hamda mushundaq vahshiylarcha u yerda nurg'un butunlay u xalq, necha million xalqning hammasi butunlay hammasini odamlar emas, normal xalq o'lyotdi hamda nurg'unlar eng ko'p shaklda. Bütün shu g'arb dunyosidagi shu demokratiya, inson haqlari, kishilik huquqlar buni qo'llayotgan, bu bizning qimmat qarashimiz deyotgan dunyoda bugun bu İsrailiyaning nurg'un BDTning chaqiriq olsun, hammasining bütün chaqiriqlarga qilishlik pisand qilmasdan shundoq bemalol harakat qila olishi va jazoga uchirmasligi, bu hamda albatta qarshi chiqayotganlar bo'lgan bilan qo'llayotganlarning ovozi ko'p bo'lg'achqa Isroilya bugun shundoq zo'migarlikni qilyapti hamda. Buningga masalan bu nima uchun shuncha qila oladi masalan hamda bu. Hamma narsa ko'zga ilmay turib buni bundaq qila olishlikka birdan-bir eng cho'ng narsa nima desa, buni orqa tiriki Amerika bo'lgan. Chunki har qanday yerda hozir qadar shu bir asr bo'lib qoldi, shuning mesela 20 asr bo'lib qoldi. Hammada shu Amerikaningki qayerda tursa shuni qo'llaydigan, shuning bilan ishlar yurgizilayotgan bo'lg'achqa, iqtisodiy jihatda olsun, siyosatda olsun, hamma jihatda shuning gibi gap bo'lgan bo'lg'achqa bu yerda qarg'ulacha shuninkini qo'llab kelgan. Bundaq mesela şu Irak urushiga qarab baqaylik. Irak urushi bir yolg'on narsa ustidan elib berilgan bir urush. Hammasi biladi shuni yolg'onligini. Lekin Amerika buni elib boramiz degan qilganligi uchun oqida turib nurg'un davlatlar Yevropada hammasi bu yerda shuningga moslashdi, harakat qildi. Irak xalqining 1 milliondan ko'p insonlarni o'tdi. U yerda buzg'unchilik qildi. Hozir qadar ular bir asliga kelib qilinmoqda. Xo'sh. Afg'oniston masalasi shu. Ya'ni bu yerda shu undan keyin bu yerda birbirini qo'llash, qarg'ulachi birbirini qo'llash masalasi bor-ku. Bu yerda amaliyotda bu o'zininki o'ttirib qo'ygan maydoniga xilop ishlar. Hozir ham shunga qarshi harakatda hozir shahar-shaharlar to'lib insonlar namoyishlarga chiqyapti. O'zininki qarshi fikrlarini har xil shakllarda shu hukumatlariga, parlamentlarda, senatlarda bular u gaplarni da'vatdi. Bularni deygani biz aslida mesela Amerikaning asli qurishdagi asosiy maqsadi nima edi? Biz zaten özümüzün şu atı bulurumuzun kurup bergen şu devletine hakkı vekillik kılıvatamdık, kılmavatamdık. Biz zulüm kılıvatımız, hata kılıvatımız da bu hemmesi hatalıkını bula üzü itiraf kılıvatım. Ama bir yerde İsrail'ninki bu üzü tıklap koygan bir devlet. Emeliyatta bu dini bir devlet emez. Emeliyatta biz bunu Yahudi devletine karamayız. Çünkü bütün dünya şunda Zionizm. Bu Yahudi dinini bir din namıda suyu istimal kılıp durup hatta ki hakiki Yahudiler mi bunu karışıyor?
Bundaq bir narsa emas bu. Bu Zionizmningki, Zionizm nimasidagi bir yangi bir nazariya, bu shularning ideologiyasiningki o'tirg'i chiqishi, buning orqasi hammasi Amerikaning shu o'ttir sharqni kontrol qilish, shu yangi boylig'ini nima qilish uchun qilingan narsalar. Bu hammasi aldamchilikdan iborat. Endi hozir qadar u aloqa yushurin har xil shaklda bo'lgan bo'lsa, mana hozir bu shundoq bir iniq bo'lgan narsalar, bu haqiqat o'ziniki qanchalik bu yolg'on uchun o'zini kurash qilayotganligini buni ko'rsatdi. Masalan, Ukraina masalasida o'tgan yili Rossiya ularga gazni to'xtatdi qishda. Vaqtning o'zida Yevropa birligi shunga bayonot e'lon qildi. Yevropa nimasidagi birligining boshlig'i ayol alaqi unim dedi, bu Rossiyaning buni qilganligi bu insoniyatga qarshi chiqqanligi bu degan bu war crime deydi, bu urush nimasi xalqarada jinoyat. Urush jinoyati sodir qildi degan nima bilan aybladi. O'xshi hozir bu yerda uning nechasi ig'ralati bo'lyapti. Xo'sh. Ig'ralati bo'lyapti. Buni ayblaydigani kim? Ayblaydigan bir taxay uni kuchli darajada ayblaydigan. BDT'ninki sekretari bugun nimada shu Misrdan aşağıya yordamning kirishining muhimligi. Agar bundaq kirmasa kishilar ocharchilikni o'ladi. Bu aniq ko'rinib turayotgan bir haqiqat ma bu deb shunda jiq nimalar bilan 20 mashinada yordam kirishini bugun taxay buni nima qilgan? Kuniga 100 mashina yordam kirsa, yemek içmek doğru kirsimi ularga yetmaydi hozirgi vaziyatda. Ama 20siga tunji qatim ruxsat qilgan, ammo shu 20 shakli uchun u yerdagi yo'llarni Alloburun bombardimon qilib buzib o'tgan, ammo uni yo'lni yasab qilishni nima qildi? Ammo 20 ga ruxsat qildi. Endi ochiq kirdimi? Kirib qanday holatda kirdi? Qanday topshirildi? Qanday ulardan kishilarga qanchalik ularning nimasiga hozirgi vaziyatiga qanchalik yordamda bo'ladi? Bu endi haqiqiy bir insoniyatga qilinayotgan xo'rliq, bunga qarab turib, ko'zni paqirtib turib, hamma odamlar bunga jim turib olishning o'zi. Bulukmu Yevropa elleriniki bu demokratiya nimasini, inson huquq, kishilik huquq desa, zodi bizning vatanimizda bizga bular nima uchun, nima nasib qilib turib bizga yordam qilyapti? Kishilik huquq deyapti. Boshqa hech qanday bir narsa yo'q. Kishilik huquqdan mahrum qilinyapti bular degan nom bilan bizga yordam qilamiz deydi. Uni bir nazariya qilamiz deb qo'yib, ma'lummiz uni qildik, mandaq shaklini qo'ydik. Xudoy uni qilgan bilan hozir qadar bir cho'ng bir bizning nimamizga bir foydasi bo'lgani yo'q. Hozir qadar kampdan bir taqalgani yo'q. Masalan, biz cho'ng bir amaliy bir foydaning ko'rmadik. İnşallah Allah bizga nusrat beradi deb Allohga umid bog'lab ketyapmiz. Xo'sh. Ammo ashu so'zning, ashu bulayotgan ishning o'qish necha hassasi masalan zulm ayda bulayotgan buningga juda qarilib turibdi. Hamda bu hammasi manfaat. Yana oxiri kelsak, manfaat. Qilinayotgan siyosatlar o'zi shuni Alloburun shundaq bo'lganligini bular pamlab, bu shundaq bir ishning oldiga chiqadiganligini pamlab, shuning uchun tayyorlik qilib, shunga bu İsrailiya hükümetini her şekilde qo'llab, askarlar bilan, qurol bilan, pul bilan hamma jihatdan buni qo'llab kelganligi, bu yaqinlikni shu 75 yildan beri mushta bo'layotganligi. Ana bu masalalarga bu G'azza masalasi 7 oktyabr masalasi emasligi hammamizga ma'lum. To'g'ri. Uningsizmi shu vaqtga qadar necha o'xshamagan yerlarda, masalan Hamasning kontrolida bo'lmagan nurg'un yerlar bor. G'arbiy nima bor masalan, Westbank deb qo'ydi, G'arbiy qirg'oq deb qo'ydi. O'sha yerdami odamlar o'lib o'tirdi. Mush yaqinda mana turgan odamlar o'lib bo'ldi. Boshqa odamlar o'lib o'tirdi masalan. Lakin bu yerda bir insoniyatga qarshi bir jinoyatning sodir bo'layotganligini biz bu har qanday ko'zli odam ko'ralaydi, har qanday anglash tizimi bo'lgan odam anglab turib, buningga endi bu shu hukumatlar nima desa biz shu akam kimni as yengam shu deydigan biz narsa shu shaklda nima olsak bu bizning siyosatimizga, bizning iymonimizga, vijdonga bayam degandek bizning oqibatimizga, bularni biz o'zimizga o devletlarniki siyasi o'zgarib turadi. Ammo bizning bir iymoni bilan bog'langan, ammo biz uchun aniq yordam qilamayotgan 1 milliarddan ko'p musulmonninki qalbiga biz shu narsani so'ngda hozir sindirib qo'ysak, biz ular bilan bir maydon bir iymondosh, qarindosh ekanligimizni, biz mushundaq axloqimiz bilan, mush xato siyosatlarimiz bilan biz bularni o'zimizdan ayirib qo'ysak, o vaqtda biz kelgusi shunday bir vaqtlarga to'g'ri kelib qolgan vaqtida ular bizga qanday qaraydi? Albatta ularning qalbida bir chiqit bizga qarata, bir savol belgisi bo'lib qoladi. Hem de aşını yuyish uchun, aşını tozalash uchun nurg'un jafo, nurg'un bedelleri biz to'g'ri, yeni turishga to'g'ri kelamiz. Yana shu vaqtda, yana shu butun siyosiy yo'llarimizdan yana shu vaqtga harakatga o'tishga majbur bo'ldik. Hozir tirishayotimiz, biz musulmon ellarga berishimizga qilyapmiz. Masalan, o'tgan yil o'tkazilgan cho'ng konferans Turkiyada o'tkazilgan ulamolar birligi tomonidan uyushtirilgan konferansda 40 davlatdan musulmon olimlar keldi, mutaxassislar keldi, olimlar keldi, hatto parlament a'zolari keldi. Kelib bizning shu haq nimamizni, da'voyimizni ular qo'lladi. Turimiz yanınglarda biz, kuchimizning biricha bizga sizlar yordam qilamiz dedi. Ama biz hozir ashuni ma'qul deb ularni bir qadam oldiga akab bo'lganda, ularni akib biz mushu o'zimizniki xarakteri bilan ularni 2 qadam keyinga qaytarishga o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz. Chunki bu to'g'ri siyosatmi? Bunga diqqat qilishimiz kerak.
Siyaset kılaydı to'g'ri. Siyaset yuzini bunda qilmasligimiz kerak deymiz. Biz atrofli siyaset qilishimiz kerak-da. Bir kichkina yerga qarab turib emas. Bizning siyosatimiz o'rtaq. Hammasi bizning qaralaydigan. Masalan, Nelson Mandela shu vaqtida masalan bütün Amerika onu qo'llagan, keyin qilib İsrailga qarshi gap qilgan o'shalar. Falastin azod bo'lmaguncha mening Janubiy Afrikaning ozodligi mukammal bo'lmaydi degan. Amerika'nın dağlık bir siyasi mesela, onu da sual soğansa, kandak kılırsa, biz mütafta idamlar kılsak, yine İsrail'e karşı gap kılırsa, yine Erpa'nı kullanırsa, nemine Küba'nı kullanırsa, ulan gipini kılırsa diyen ki, bana şulardan bana hakiki histaşlık geldi. Benim yanımda tutulan, bana masaj kıllarını, ben kaysi yüzümden buluşum, bunu kullaş, bunlarına rahmetini bildiriş, benim mecburiyetim, bunun ahlaki mecburiyetim, siyasi mecburiyetim diyen. Bütün halkalı madur şikayetini kılardı. Demek bana bu hakiki siyaset oldu. Hoş köptük rahmet Allah razı olsun. Tamamlam hem de tügessekim buldu programını. Abaypısla bu Xitayninki meselesini qandaq paydalanayotganligini bu meseleni tilga elib o'tla so'zlarda asli sualım ayrım batı. Çünkü Xitay deganlardek mush boshlanganda da bundan burun zaten qandaq paydalanib kelgan bo'lsa, shu Amerikaning cho'moqchilari yoki Amerikaning o'ydirib chiqqan narsa deb bizning masalalarni Muşunda yaxşı bulup durup bu qetimma mesela Arapça kanallarda bütün küçüyle bunu nişanlı burmalaşıp tirişiyordu Xitay'da. Xitay bu üstünden devamlı bunun nekimli kılıdı. Sizler abayamda sözlep boğalıklar için hem de ayrım gap kılış gerek yok tabi qaramaga gerek badisler. Asası gerek yok. Bir minut gap kıysam. Şunun için yani Xitay bunu kılıdı. Bunu o alaka kıldığan işe şu, bütün insaniyetini en başta Müslümanlığı aldap, bizim vatanda hiç qanday bir mesele yok, degenini ispatlaşqa tirişiremdi, pul qajlaydı. Bu şuna bo'lgandan keyin hammadan biri da. Avrupadagilar buldu, bizning meselemizni, ashuni Amerika, Avropaning gazetlaridami musulmonlar bu meseleni qo'llash kerak. Hatta Amerika'dan kelganlar dedi bizga. Aşağıdaki biz kurashgan Amerikalik adamlar sizning masalangizni musulmonlar qo'llash kerak. Nima qo'llamaydi deb deydi shu. Musulmonning qo'llashiga kuch chiqaringlar deb ashulning Yevropadagilariga yo Amerikadagilarga deydigan gap shu aşağıdaki siyosatchilarga. Kurashga vaqt. Shu islom dunyosiga keldigancha. Shu islom dunyosiga kirdi, voy ma'nomanda qildi deydi, nurg'un ishlarni qilamiz hamda. Bu shunday bo'lgandan keyin mening umidim nima desa, bu Palestin-İsrailiye meselesi yuqori dilgendek bu din bilan chambarchas bog'lanib ketgan masala bu. Bizning masalamizning bog'lanıqlik tabii biz musulmon bo'lish sifatimiz bilan lekin Palestin meselesining bog'langanligini bütün musulmonlar biladigan, bütün musulmonlar mush asosda tarixdan buyon buni tushunib kelgan bir masala. Xo'sh. Bunda bo'lgandan keyin manda inchki masalada mening umidim nima desa, Yevropadagi Uyg'ur tashkilotlaridan hiç bomba deganda, faqat bomba deganda shu turib elish. Xo'sh. Bizga nisbatan bu manfaatlik. Bu alaqa insoniy, vijdoniy ulu bilan hisoblashmay. Xo'sh. Alaqa bu Sharq Turkiston davosi, Uyg'urlar davosi, mushning manfaatlar bo'lsa bizga yetarlik deb mushunda qargan taqdirdimi? Faqat bomba deganda ularga eng muhim ish. O aşulağımı hatta düşündüreleydi aşulağımı. Biz magabni qilsak islom dunyosini o'zimizga dushman qilib oldik emas musulmonlarni. Shunga biz bunda shuktudoq deysimi balkim ular aqasingizlar gap qilsa, gap qilmasang biz İsrail qarilinib ketdi demaydi ularga. Ya'ni o aqlab berishininki İsrailninki qarilinib ketishiga u aqlamagan bo'lsa İsrail qarilinib ketirgan bir ish yo'q bu yerda. Unda bo'lganda ekan çıkıplam onda oylaşmay, gap qo'ymay. Chuqur mushuna masalalar shu temkinlik bilan. Bizning masalamiz asallam hal bo'lgan masala emas. Amerika mu qanday qilishni bilinmayotgan bir dushman Xitoy. Qanday qilib buni jiqtaman deb bilinmayotgan, qanday siyosat qilishni bilinmayotgan, iqtisodiy tarafdan nurg'un jazoni, nurg'un yurgizib baqqan bo'lsa-mu, yanala bugungi Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy tijoratda Xitoyga Amerika $10 biznes satsa, Xitoy az deganda $30 ya $40 biznes setayotgan bir davlat o. Qilib bo'lanmayotgan. Unda bo'lgandan keyin biz yengillik qilib, ayda gapilni
o'ylashmay, bularning Falastin Isroil masalasi bu bak markaziy masala bu islom dunyosida. O'ylanmay beparvolik bilan gap qilib qo'yishi bu yaxshi emas. Demakchiman, mushaqda ularning buningdan keyin chunki bu urush Falastinlik buning bilan tugab ketmaydi, Isroil buning bilan tugab ketmaydi. Ma urush bilan-chi. Bu bir şekilde bu bir to'xtaydi yana hozir. Chunki payg'ambarimizning hadisi va Qur'oni Karimda oyat va biz buning iymonimiz va ta bu qiyomatning alomati bo'lulan bo'lgan urushchi musulmonlar bilan. İmani itiqodiy nuqtai nazar bilan gap qilsak, Qur'oni Karimda bular qiyomat yaqinlashgan vaqtda bular bilan zada Allohning bularni har dunyoning ham yeridan jug'lab keldiganligi va jinna bikum lafifa de. Her yerdan silni ekelemez, jug'ulni islamışagidir. Uli ba'sin şadid. İbadallana uli ba'sin şadid deb sifatlaydi. Yani bizning aşı Allah'ın bendisi men deydigan muyda adamlar buludu, şu çağda andın canını verdi deb Qur'oni Karimda shuna sifatlaydi. Peygamberimiz hadisda la taqumus sa'a hatta yuqatilal muslimuna al yahud. Yani musulmonlar bilan yahudilar o'rtasida keng ko'lamli bir urush bo'lmay turib, qiyomat bo'lmaydi degan bir masala bu. Demek bu tehe yani davamlaştırgan mesele bu. Belki biz hazır yaşavatkanlar tügep gitip ma dünyadan ülep tügep emmez. Falastin bilen İsrail meselesi hep kalishi mümkün. Manda mesele olgan diken bu işke kız gapni qilib qo'yganga bu ish hal ulab yoki İsrail aqulab ya Falastinlik qarılinib tügep gitirgan manda bir mesele emas bu. Kıyametinin alameti İslam dünyasındaki Müslümanlığın uygutuşta acayip rolü var. Bir mesele bu tarihten bu yana ayna bulak gelgen bir mesele. Bunda boğan iken yengillik kılmay, eğir besıqlık olan bizim Şarkı Türkistan menfaatini közleyen asasta, İslam dünyasındaki menfaatini közleyen asasta, Garip dünyasındaki menfaatini közleyen asasta siyaset yürgüzüş her bir siyasetçinin bugünkü talep kılındığın mühim bir mesele. Allah razı olsun. Köpten köp rahmet. Sizlerge rahmet. Abdüsselam Ustaz. Allah razı olsun. Bu şeyde programımızı ahırlaştıraydık. Ahırda ben bir ağız gapni qo'shib qo'ysam, bu şeyde fikir erkinligi meselesi bağlam. Avrupa'da, Amerika'da yaşayotganlar şöyle deydi. Fikir erkinligi olgan men bu fikirni deyish kerak deydi. Hani biz mundaq bir mesele var. Bu yerda biz Sharq Turkistonliklar bo'lish sifatimiz bilan qayerda bo'layli ish qilib Sharq Turkiston meselesi uchun harakat qilayotganlar, tirishayotganlar qaysi shaklda qilayli? Diniy shaklda qilayli, sosyal ta'sir qilayli, ma'arif shaklda qilayli, ya siyosiy maydonda qilayli, Yevropada qilayli, Turkiyada qilayli, qayerda qilayli qilyapmiz. Qilinyapti. Bu yerda biz bir-birimizningki to'g'ri qilayotgan harakatlarni biz agar bizga nisbatan shu xato bo'lsa, uning emas, o'zimiznikiga mansak, bir-birimizni haqorat qiladigan bunda haqorat so'zlari ayıplash to'g'ri. Men ma'lum fikri qo'shilmayman desa bu hammadan deyish haqqi bor. Ama bunu hakaret kılıp birbirini düşürüp yeni keyin bir sorunlar bir uçuruşup qolish ehtimalligi bo'ladi. Yeni mevzularda ma'lum narsalarda biz hozir bir yer kelamizdak, nurg'un masalalarda bir yer keladigan nurg'un ishlarimiz bor. Chunki bizning o'rtaq dushmanimiz Xitoy. Bu masalalar cho'qim mushtaq ahvollar bo'ladi 100%. Shunga bu yerda biz birbirimizga bundaq hurmat degan narsa bir. Qalbimizda bir hurmat. Ama birbiriga to'g'ri nasihat qilish. Ben ham dedim mesela bu diniy masala bunga nima qilishinglar kerak? O'zinglarning iymoniy nuqtasidan chiqib turib, o'zinglarning kelgusini ahiretlikni vayron qilayotmoqchi. Chunki bu Allohning so'zi. Bu diyorda biz nasihat qilamiz. Chunki majburiyatimiz buni. Bilmaganlar buni bildirishimiz majburiyatimiz. Ammo undaki ular mesela boshqalar u haqda so'zga vaqt o'zining fikrini qilib katta shu o'zi mas'ul, o'zi ega. Ammo bu yerda nasihat qilishsa, o'zining fikrini bersa bo'ladi, ammo haqoratlar bo'layotirchi bu yerda. Şahslar üstüdün, yoki bir tashkilotlar üstün haqorat. Bundaq shaklda bizning ishimiz olg'a bormaydi. Bundan kim foydalanadi? Xitoy foydalanadi. Xitoy bizning mushundaq bo'lishini orzu qiladi. Shuning uchun siyosat o'ynayotdi. Bir-birimizni yiroqlashtirish harakatlarini qilyapti. Hammamiz bilamiz buni. Hammamiz buni o'z rayonlarimizda bilamiz. Biz yana shu Xitoyningki nimasiga nima qilmaydi deb usul o'ylab bermaydi. Buniki bir oxirgi medan iltimos qilgan iltimos. Xo'sh. Köp rahmet. Allah razı olsun. Hamma şükürler. Köp rahmet. Qadrli ko'rganlarimiz, shuna qilib bu programmamizni oxirlashtiraylik. Nihoyatda ko'p inkaslar tushdi. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Ba'zi inkaslarga bu tema bilan munosabat bo'lmagani uchun shuni tilga olmadim. Alloh subhanahu va taolo umr bersa, yana bir qatimliq suhbatda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.